Assalomu alaykum. Bugungi videoda biz sizlar bilan qanday qilib o'z bilingizni sotish orqali 100 ming dollardan ortiq zapus qilish mumkinligini ko'rib chiqamiz. Ya'ni aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, bugungi videodan keyin sizda 100 ming dollardan ortiq o'zingizni bilingizni onlayn va offlayn ko'rsatib sotish uchun aniq qadamlarga va tushunchaga ega bo'lasiz. Yanada aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, bugun nimalarni ko'ramiz? 100 ming dollar zapus qilish uchun asosiy 6 ta muammolar, ya'ni juda ham hozirgi kunda infobiznes rivojlanyapti. Ko'pchilik o'zini onlayn va offlayn kurslarni zapus qilmoqchi va ularda asosiy 6 ta muammolarni, men ko'rayotgan asosiy 6 ta muammolarni sizlarga razbor qilib beraman, ya'ni ko'rib chiqamiz. Bilasizlar, juda ham ko'pchilik asosiy birinchi boshlang'ich 100 mingda qiynaladi. Ya'ni 100 mingdan keyingi bosqichlar, misol uchun 150 ming, 200 ming, 300 mingga 100 mingdan o'tgan odamlar chiqishi osonroq. Lekin eng qiyini bu birinchi 100 ming. Shuning uchun ham mana shu 100 ming dollarga chiqishdagi asosiy muammolar haqida gaplashamiz deyman. Va ikkinchisi, bu 100 ming dollarga chiqish uchun aniq qadamlarni men sizlarga ochib berishga harakat qilaman, o'zimni zapuslarim misolida. Endi natijada bugungi videodan keyin sizda miyangizda aniqlik paydo bo'ladi. Ya'ni katta zapuslar qilish uchun nimalar qilish kerakligini va keyingi zapuslarni qilish uchun aniq qadamlarni o'rganasiz. Bugun sizlar bilan fundamental bilimlar haqida gaplashamiz. Ya'ni oldindan ogohlantirib qo'ymoqchiman. Nimaga? Fundamental bilimlar nima degani? Bu hozir ham ishlaydi, oldin ham ishlagan va bundan keyin ham ishlaydi. Misol uchun sizlar bilan varonka, qanaqa progress qilish kerak, qanaqa varonka tuzish kerak, bular haqida gaplashmaymiz, chunki bular trendga qarab o'zgaradi. Misol uchun 2 yil, 3 yil oldin ishlagan varonkalar hozir ishlamayapti. Va xuddi shunaqa 2 yil, 3 yildan keyin ham hozirgi varonkalar ishlamasligi mumkin. Lekin bugun sizlarga o'rgatadigan bilimlarim 2-3 yildan keyin ham ishlaydi. Shuning uchun ham bugun sizlar bilan fundamental, ya'ni 80% natijani beradigan asosiy 20% asosiy bilimlar haqida gaplashamiz. Bu video kimlar uchun foydali bo'ladi? Birinchi o'rinda ekspertlar uchun, ya'ni siz qanaqadir yo'nalish bo'yicha ekspertsiz, farqi yo'q, misol uchun qaysidir til, ingliz tili, rus tili yoki bo'lmasa pul topish bo'yicha SMM, target yoki ozish bo'yicha umuman istalgan qanaqadir boshqalarga o'rgata oladigan bilimingiz bor. Siz uchun foydali bo'ladi. Bundan tashqari prodyuserlar, ya'ni siz boshqa ekspertlar bilan ishlaysiz, ularning kurslarini zapus qilishga yordam berasiz, jamoatsoz, hamma tashkiliy masalalarni o'zingiz bo'yningizga olasiz, ya'ni prodyusersiz, siz uchun ham foydali bo'ladi. Va uchinchisi bu tadbirkorlar, ya'ni siz o'zingizni nafaqat onlayn kursingizni yoki bo'lmasa offlayn, balki siz qanaqadir mahsulot sotishingiz mumkin, tovar sotishingiz mumkin, uni ham hozirgi kunda zapus qilib sotish mumkin va bugungi darsimizda ko'rib chiqadigan narsalar shunchaki siz o'zingizni tovaringizga yoki mahsulotingizga moslashtirasiz. Bunday bemalol zapuslarni ishlatsa bo'ladi. Bundan tashqari marketing mutaxassislari uchun siz bo'lishingiz mumkin. SMM mutaxassis, marketing, deylik, progress yozadigan, target talk, farqi yo'q. Sotuv bo'limidagi, misol uchun sotuv bo'limi rahbarlari uchun ham foydali bo'ladi. Umuman olganda, zapus sferasidagi o'zini mahsulotlarini internet orqali sotmoqchi bo'lgan hamma uchun bugungi darsimiz foydali bo'ladi. Shuning uchun bitta choyni olib, keyingi darsimiz taxminan 1 soatdan oshiq bo'ladi. Shuning uchun bitta choyni olib, bemalol ko'rish uchun alohida shovqinsiz kirib olishingizni men sizlarga tavsiya qilaman. Bundan tashqari, videoni oxirigacha ko'rganlar uchun sovg'am bor. Ya'ni bundan oldingi zapuskimizda 350 ming dollar zapus qilganmiz. Ya'ni o'zimizning mahsulotimizni Supermiya kompaniyasida va mana shuni men offlayn tarzda razbor qilib berganman 200 ta odamga. Ya'ni 200 ta odam kelgan, biz oldingi 350 ming dollar zapusni qanday qilganimni men razbor qilib berganman. Xuddi shuni video yozuvi bor. Videoni oxirigacha ko'rganlar uchun mana shu video yozuvini sovg'a qilaman. Qanday qilib olishni ham albatta videoni oxirida men sizlarga tushuntiraman. Meni birinchi marta ko'rayotgan bo'lsangiz, o'zimni qisqacha tanishtirib o'tib ketaman. Meni ismim Anvar Baxtiyorov. Masshtab universitet kompaniyasi asoschisiman. Ya'ni Masshtab universitetida biz asosan o'sha internet orqali pul topish, marketing va zapus bilimlarini o'rgataman. Bundan tashqari Supermiya kompaniyasi prodyuserman. Supermiya kompaniyasi haqida eshitgan bo'lishingiz mumkin. Ya'ni Davron Turdiyev eslab qolish bo'yicha Rossiya rekordchisi. Davron aka bilan 4 yildan beri ishlaymiz va mana shu Supermiya kompaniyasida men prodyuserman. Hamma tashkiliy masalalar, zapusdagi sotuv, marketing, o'quv bo'limi, ya'ni umumiy jarayonni tashkillashtiraman va asosiy natijaga javob beraman. Marketing infobiznesda 5 yillik tajriba, ya'ni 5 yildan beri men shu soha bilan shug'ullanaman. Shu paytgacha 3 million dollardan ortiq sotuvlar qilganman internet orqali, aynan zapuslarda. 10 dan ortiq 100 ming plus zapuslar. Bugungi video darsimizda ham men sizlarga shu 10 tadan ortiq 100 ming plus zapuslar davomida yiqqan bilimlarim va tajribalarim bilan ulashaman. Va yana bitta narsa, shu paytgacha shu vebinarlarimiz uchun 100 mingdan ortiq trafikni 1 marta emas, 2 marta emas, 5 martadan ko'p jalb qila olganmiz. Bu haqida ham sizlar bilan qisqacha bo'lishib ketaman. Bundan 5 yil oldin marketingni o'rganishni boshlaganman. Shu 5 yil oldin esinglarda bo'lsa 2020-yil karantin boshlangan va men shu Toshkent kimyo texnologiya institutida o'qirdim. Karantin boshlangandan keyin hamma viloyatga ketgan. Men Qo'qon shahrida tug'ilganman, Qo'qonga qaytib ketganman va uyda nima qilishni bilmasdan shu ingliz tilini o'rganish maqsadida marketing kitoblarini o'qishni boshlaganman. Ya'ni qo'limga marketing kitoblari tushib qolgan. O'qish davomida internetdan pul topish mumkinligini tushunganman, ya'ni kitoblar o'qiganimda. Shu Amerika
yozuvchilar tomonidan yozilgan. Shunaqa qilib marketingga qiziqishim boshlangan. Shundan keyin Superman kompaniyasiga oddiy sotuvchi bo'lib ishga kirganman. Undan keyin marketing vazifalarini sekin-sekin olishni boshlaganman. Ustozim Hayot aka Sharapov bilan birga o'sha marketingni o'rganganman va shunaqa qilib sekin asosiy prodyuserlik bo'lganman. Va aynan shu zapusklar orqali men hozirgi kunda shu o'zim uchun mashina sotib oldim. Sayohatlar qilishni boshladim yiliga 5-6 marta. O'zim uchun uy sotib oldim. Ko'pchilik mana shu sohadagi zapusk sohasidagilar bilan tanishni boshladi. Umuman qisqa qilib aytganda, aynan zapusklar meni hayotimni o'zgartirdi. O'ylaymanki, siz ham agar 2-3 yil fokus bilan mana shu yo'nalishga, deylik, diqqatingizni, fokusingizni qaratadigan bo'lsangiz, o'ylaymanki, siz ham hayotda juda katta o'zgarish bo'ladi. Endi asosiy mavzuyimizga o'tsak, 100 ming dollarga chiqishdagi asosiy muammolar. Birinchisi bu noto'g'ri tanlangan bozor va nisha. Ya'ni bitta narsani tushunishinglar kerak. Hozir bu haqida to'liqroq ma'lumot beraman keyingi slaydimizda. Eng muhim narsa bu to'g'ri tanlangan bozor va nisha. Agar siz noto'g'ri bozor tanlaydigan bo'lsangiz, ming zo'r sotib bo'lim rahbarini olib keling, eng zo'r ekspert bo'lsin, eng zo'r misol uchun marketing instrumentlarini ishlating. Deylik, shu eng chet eldagi eng zo'r ekspertlarni olib kelib birgalikda zapusk qiling, farqi yo'q. Agar bozor noto'g'ri bo'lsa, nisha noto'g'ri bo'lsa, katta zapusklar qila olmaysiz. Aksincha, misol uchun, sizda bozor to'g'ri, lekin deylik siz kuchsiz taklif berdingiz yoki bo'lmasam instrumentlarni yaxshilata olmaysiz, sotuv bo'limingiz yo'q, marketing varonkalaringiz noto'g'ri, lekin bozor to'g'ri tanlangan bo'lsangiz, sizda katta sotuvlar qilish mumkin. Ya'ni eng muhim narsa bu to'g'ri tanlangan bozor va nisha. Bu o'zi nima degani to'g'ri bozor? Bu haqida keyingi slaydda men sizlarga tushuntirib beraman. Keyingisi bu noto'g'ri tanlangan ekspert. Ya'ni birinchi o'rinda bozor bo'lsa, endi ikkinchi o'rinda ekspert. Agar sizda ham to'g'ri ekspert tanlash, o'sha bu 80% ishni qildingiz degani. 80% yutuqdasiz degani. Agar noto'g'ri ekspert tanlasangiz, ya'ni xuddi shu narsa zo'r tajribangiz bo'lsa, bilimingiz bo'lsa, lekin katta natija qilishingiz qiyin bo'ladi. To'g'ri tanlangan ekspert qanaqa bo'lishini ham keyingi slaydda ko'rib chiqamiz. Kuchsiz taklif. Ya'ni bu ham asosiy muammo. Siz hamma narsani to'g'ri qilishingiz mumkin, lekin taklifingiz kuchsiz bo'lsa, odamlarning o'sha o'zini o'rnidan qimirlashiga, cho'ntagidan pul chiqarib sizga to'lashiga, asosiy muammosini yechishga yordam bera oladigan darajada kuchli bo'lmasa, demak, siz ham 100 ming dollardan ortiq zapusk qila olmaysiz. Bu keyingi muammo. Bular hammasiga video davomida chuqurlashamiz. Keyingisi jamoa va org struktura yo'qligi. Ya'ni siz 100 ming dollargacha bo'lgan zapusklarni kichkina jamoa bilan yoki umuman jamoasiz ham qilishingiz mumkin. Men esimda 2023-yillari, 2022-yillari biz jamoada 6 yoki 7 kishi bo'lib 100 ming dollardan ortiq zapusk qila olganmiz. O'sha paytlar o'xshagan. Lekin hozirgi kunda raqobat kuchaygan paytda, deylik, zamon o'zgargan, trendlar o'zgargan paytda siz 100 ming dollardan oshiq zapuskni davomiy tarzda bir necha yil davomida qilishingiz uchun sizga o'sha kuchli jamoa va to'liq org struktura kerak bo'ladi. Keyingi muammo bu aniq strategiya va jarayonni boshqarish tizimi yo'qligi. Ya'ni juda ham ko'pchilik hozirgi kunda prosta xayoliga kelgan narsani yo'lda qilib ketadi. Ya'ni misol uchun, mana vazifamiz bor, endi nima vazifa? Keyingi vazifa nima? Keyingi vazifa nima? Nima qilishimiz kerak? Jarayonni qana ko'p narsa esdan chiqib qoladi, ko'p narsa qilinmaydi va zapusk tugagandan keyingina analiz qilganida unda xayoliga keladi, mana bu narsani qilamiz, buni qilamiz, mana bu xatolarni qilamiz. Nimaga? Chunki ularda aniq oldindan strategiya yo'q va qanaqa jarayonlar borligini oldindan yozib olinmagan. Shuning uchun ham shunaqa muammolar kelib chiqadi. Bu haqida ham chuqurlashamiz videoda. Va keyingisi yetarlicha trafik olib kelmaslik. Ya'ni bu ham kimdadir muammo. Misol uchun, ekspert yaxshi, bozor yaxshi, deylik, taklifi yaxshi, jamoa bor, lekin trafik olib kela olmayapti. Shunaqa holatlar ham bo'lishi mumkin. Demak, bu keyingi muammoimiz. Mana shu asosiy muammolarga hozir video davomida chuqurlashamiz. Sizlarga tushuntirib beraman. Albatta, bitta o'sha 1 soatlik videoning ichida men sizga 100 ming dollarga chiqish uchun har bir qadam to'liq qanaqa qilish kerakligini o'rgatib qo'ya olmayman, lekin boya aytganimdek 80% natijani beradi, 20% bilimlarni sizlar bilan bo'lishaman. Shuning uchun diqqat bilan ko'rishni tavsiya qilaman. Demak, qadamlarga o'tamiz. 100 ming dollarga chiqish uchun qadamlar. Birinchisi, to'g'ri bozor va nisha tanlash. Boya aytganimdek, demak, to'g'ri bozor tanlasangiz, sizda ehtimoli katta bo'ladi, katta zapusk qilishingiz. Ikkinchisi, to'g'ri ekspert tanlash. Uchinchisi, shaxsiy brend va pozitsiya tanlash. Yozib olsangiz bo'ladi. Uchinchisi, shaxsiy brend va pozitsiya tanlash. Hozirgi kunda, misol uchun 2-3 yil oldin kerak emas edi. Deylik, chiqasiz, zo'r taklif berasiz, odamlar sotib oladi. Sizga ishonish davomiyligi, ya'ni misol uchun, umuman siz tanimaydigan odamni sizga ishonadigan odamga aylanish uchun deylik 1 oy vaqt ketgan yoki bo'lmasam 15 kun vaqt ketgan yoki 2 oy vaqt ketgan taxminan. Hozirgi kunda bu davomiylik juda cho'zilgan. Deylik, bitta odam sizdan sotib olish uchun hozirgi kunda 6 oydan 1 yilgacha vaqt ketishi mumkin. Bu ham sizning produktingizni narxiga qarab.
agar qimmat produkt sotadigan bo'lsangiz 2 yil 3 yildan vaqt ketishi mumkin. Ya'ni bu degani shaxsiy brend, bu ishonch. Mana shu shaxsiy brend va pozitsiyani qanaqa tanlash kerakligi haqida ham gaplashamiz. Bu 3-chi asosiy qadamimiz. 4-si produkt formati va kuchli taklif ishlab chiqish. Ya'ni qanaqa produkt tanlash kerak, qanaqa nech puldan sotish kerak, qanaqa auditoriyaga sotish kerak, formati qanaqa bo'lishi kerak, onlayn bo'lishi kerakmi, offlayn bo'lishi kerakmi, kuchli taklif o'zi nima degani? Ko'pchilik mana kuchli taklif deydi. O'zi kuchli taklifning ichida nimalar bo'lishi kerak, shu haqida gaplashamiz. Va 5-si aniq strategiya va jarayonni boshqarish tizimini yo'lga qo'yish. Demak, strategiya degan o'zi nimani nazarda tutiladi? Jarayonni qanaqa boshqarish mumkin? Ko'pchilik misol Trello ishlatadi, Notion ishlatadi yoki bo'lmasam qanaqadir daftar ishlatishi mumkin. Qaysi biri o'zi eng optimal yechim bo'ladi? Shu haqida gaplashamiz va 6-si jamoa va org strukturani tashkillashtirish. Boya aytdim, asosiy muammolardan bittasi $100 ming dollardan katta zapus qilish uchun bu jamoa va mana shu jamoani qanday qilib tashkillashtirish haqida gaplashamiz. Hozirgi kunda Supermeda 50 dan ortiq komandada jamoa a'zolari ishlaydi. Ular qanaqa org strukturada ishlaydi, qanaqa bir-biriga misol uchun ma'lumotlar almashadi. Mana shular haqida ham men sizlarga ochib beraman. Demak, $100 ming chiqish uchun asosiy qadamlar mana shu 6 ta qadam. Endi mana shuni sizlarga men ochib berishga harakat qilaman. Birinchisi, to'g'ri bozor va nisha tanlash. Birinchi qadamga chuqurlashamiz. Nima uchun hozirgi kunda ko'pchilik $100 ming dan ortiq zapus qilishga qiynalishadi? Asosiy sabab bu noto'g'ri bozor va nisha. Boya aytganimdek. O'zi noto'g'ri bozor va nisha nima degani? Birinchi o'rinda bozor hajmi kichkina. Deylik, siz ming kuchli ekspert bo'ling, ekspertingiz kuchli bo'lsin, siz o'zingiz tajribangiz katta bo'lsin, lekin bozor hajmi kichkina bo'lsa, ya'ni siz tanlagan nishada, siz tanlagan bozorda potensial mijozlar soni kam bo'lsa, siz zapus qilishingiz mumkin 2 oy, 3 oy, 6 oy, 1 yil, o'sha bo'ldi. Siz sotishingiz mumkin bo'lgan odamlar miqdori tugaydi. Yoki bo'lmasam qisqaradi. Ya'ni siz davomiy tarzda 2-3 yil davomida masshtablashib keta olmaysiz. Misol uchun, SAT SAT zo'r yo'nalish, deylik, odamlar ko'proq pul to'lashga tayyor, lekin hamma ham uni tushunmaydi. Bozor qanchadir miqdorda cheklangan. Mana hozir endi o'sib borayotgan bo'lishi mumkin. Ko'proq odamlar bu nimaligini, chet ellik shu o'qish uchun, boshqa uchun o'rganayotgan bo'lishi mumkin, lekin hozirgacha bu kichkina bozor bo'lib kelgan. Ya'ni bu bozorda deylik, zapus qilishingiz mumkin 1 marta, 2 marta, lekin yillar davomida, misol uchun 3-4 yil davomida har zapusdan zapusga kengayib bora olmaysiz. O'shaning uchun bozor tanlaganingizda, nisha tanlaganingizda, qaysi yo'nalishda zapus qilamiz deb o'zingizga savol kelganda, birinchi o'rinda savol bering, bozor hajmi qanchalik katta? Qanchalik bozor hajmi kattasini tanlasangiz, shunchalik siz uzoq muddatda kattaroq pul topishingiz ehtimoli ko'p bo'ladi. Nimaga bozor hajmi uzoq muddat haqida gapiryapman? Chunki deylik, siz bitta bozorda, kichkina hajmi kichkina bozorda ishlayapsiz. O'sha zapus qildingiz, qarayapsiz, kattalashmayapti. Endi siz boshqa nishaga o'tmoqchisiz, katta bozorga o'tmoqchisiz. O'tdingiz, siz yana noldan boshlashingiz kerak. Misol uchun boshqa ekspert bilan boshlasangiz, yana noldan bosh, ya'ni ko'p vaqt yo'qotasiz. Deylik, $100 ming yoki 200 ming, 300 ming dollarga 1, 2, 3 xil yo'l bilan borish mumkin. Lekin birinchi yo'l bo'ldi, deylik 70 mingdan qotadi. Ikkinchi yo'l 150 mingga boradi, uchinchi yo'l 200 mingga, 300 mingga boradi. Lekin hammasi nimadan o'tadi? O'sha 70, 80 ming, 100 mingdan o'tadi. Sizning vazifangiz 100 mingda yoki 70 mingda qotib qoladigan emas. Uzoq muddatda sizni katta zapuslarga olib boradiganini tanlashingiz kerak. Mana nima uchun kerak? Ya'ni deylik, bitta zapus qilib, yana boshqa nishaga, yana zapus qilib, yana boshqa nishaga o'tishmas. Chunki asosiy katta pullar bu uzoq muddatda bo'ladi. Deylik, mana ko'pchilik hozir zapus boshlaydi, chiqib ketadi, ekspert bilan zapus qiladi, to'xtatib qo'yadi. Bu aslida xato. Nimaga? Chunki asosiy pullaringiz, bugun reklamaga sarflayotgan pullaringiz, bugun ishlayotgan shu kontentlaringiz, kontent marketinglaringiz, shaxsiy brendga ishlayotgan hamma harakatlaringiz sizga 2 yil, 3 yildan keyin katta natija berishni boshlaydi, agar to'xtamasangiz. Shuning uchun ham katta bozorni va uzoq muddatli maqsadlarni qo'ygan yaxshi. Ikkinchisi, produkt transformatsion o'zgarish qilmaydi. Ya'ni o'sha siz tanlagan nishadagi produktingiz insonlarda transformatsion o'zgarish qilmaydi. Transformatsion nima degani o'zi? Misol uchun, deylik, bitta odam umuman daromad qilmaydi, keyingi 1 oydan keyin yoki 3 oydan keyin oyga $1000 daromad qilishni boshladi. Savol sizga, 0 pul topayotgan odam bilan $1000 oyga pul topayotgan odamning hayotida o'zgarish bo'ladimi? Va qanchalik o'zgarish bo'ladi? Men o'ylaymanki, juda katta o'zgarish bo'ladi. Men esimda, misol uchun, Toshkentga birinchi kelgan paytlarim talabaman, hech qayerdan pul topmayman. Stipendiya berishadi 500 ming, faqat metroda yuraman, institutda o'zidan ovqatlanaman. Ya'ni ko'p narsaga yetmaydi. Lekin $1000 topishni boshlaganimdan keyin men esimda, men taksida yurishni boshlaganman, yaxshi restoranlarga kirishni boshlaganman. Ya'ni ko'p narsa hayotimda o'zgargan. Ketdi, xuddi shunaqa deylik, $1000 topayotgan odam bilan $10,000 topayotgan insonning hayoti o'zgaradimi? Juda katta o'zgaradi. $10,000 sayohat qilishi mumkin, mashina olishi mumkin, yaqinlariga sovg'a qilishi mumkin. Ya'ni nima bo'lyapti hayotida? Transformatsion o'zgarish bo'lyapti. Yoki bo'lmasam, deylik, ozish kurslari, dietologiya. Deylik, 100 kilogramli odam 70 kiloga tushsa, ya'ni 30 kilo vazn tashlasa, hayot qanchalik o'zgaradi?
katta o'zgaradi. Misol uchun energiyasi ko'proq bo'ladi, gormonal o'sha o'zgarishlari yaxshilanadi. Xullas umuman olganda inson hayoti o'zgaradi, hayotga boshqacha qarashni boshlaydi. To'g'rimi? Lekin deylik transformatsiya o'zgarish qilmaydigan kurslar bor. Chiroyli kiyinish kursi. Deylik siz chiroyli kiyinish kursini sotyapsiz va o'qigan odam maza qiladi. Foydali. Lekin u chiroyli kiyinib chiqqani bilan hayotida qanaqadir katta o'zgarish bo'lib qolmaydi. Menimcha tushundingiz deb o'ylayman. Ya'ni bozor tanlayotganda bu mana shu bozorda mana shu produktni qilsam, insonlarda, ya'ni meni mijozlarimda qanchalik hayotida transformatsion katta o'zgarish bo'ladi va qanchalik mana shu uchun ular pul to'lashga tayyor degan savolni berishingiz kerak. Demak, birinchisi bozor hajmi bo'lsa, ikkinchisi transformatsion o'zgarish qiladigan produkt tanlash kerak. Uchinchisi, odamlarda katta talab yo'q. Bu ham noto'g'ri bozor. Deylik, qanaqadir yo'nalish tanlayapsiz, odamlarda katta talab yo'q. Katta talab bor yo'qligini qayerdan bilasiz? Savol berasiz. Shu odamlarga kundalik ravishda kerakmi? Misol uchun, ko'p pul topish har doim kerak, sog'lik har doim kerak, deylik munosabatlar har doim kerak, chunki miyadan energiyalar boshqa oladi. Lekin misol uchun chet tilini o'rganish, to'g'rimi? Chet tilini o'rganish ko'pchilik uchun hozirgi kunda kerak. Nimaga? Chunki chet tilini o'rganib, o'qishga kirib yoki katta ishga kirib ko'proq pul topadi. Umuman olganda prosta savol berish orqali bilib olsangiz bo'ladi. Shu narsada odamlarda, atrofingizdagi odamlarda katta talab bormi yoki yo'qmi? Keyingisi, odamlarda to'lov qilish imkoniyati past. Bu ham noto'g'ri bozor, ya'ni bo'lishi mumkin, siz 3000 dollarlik produkt sotmoqchisiz, talabalarga sotmoqchisiz. Bu xato. Nimaga? Chunki talabalarda 3000 dollar pul yo'q. Lekin 3000 dollarlik mahsulotni tadbirkorlarga sotmoqchisiz. Bu zo'r. Tadbirkorlarda pul bor. Ya'ni potensial mijozlaringizda siz sotmoqchi bo'lgan narxda to'lov qilish qobiliyati bormi yoki yo'qmi? Bunga ham bu savolga ham javob berishingiz kerak. Mana shu tomonga ham e'tibor qaratishingiz kerak. Keyingisi pastga tushayotgan bozor. Ya'ni siz tanlayotgan nisha, siz tanlayotgan bozor agar pastga tushayotgan bo'lsa, oxirgi 2-3 yil davomida misol uchun analiz qilsangiz bo'ladi. Hozirgi kunda sun'iy intellektlarda juda oson buni topish, ya'ni sun'iy intellektga prosta prompt berasiz, sizga oxirgi 2 yil, 3 yildagi o'sish yoki tushish sur'atlarini ko'rsatib beradi. Agar pastga tushayotgan bo'lsa, u nishaga ham kirish xato. Bu bozor tanlash ham noto'g'ri bozor hisoblanadi. Misol uchun bilsanglar, bir paytlar disklar bo'lgan, to'g'rimi? Hamma ko'chaga chiqib disk sotib olgan, diskdan qanaqadir videolar ko'ring. O'sha paytda milliardlab pullar disk ishlab chiqarish uchun sarflangan. Lekin o'sha paytda zamonga moslashmagan, adaptatsiya qilmaganlar, deylik, diskka ko'p pulni tikkanlar bankrotlikka uchragan. Nimaga? Chunki fleshkalar chiqqan, chiplar chiqqan va disklar odamlarga kerak bo'lmay qolgan. Va odamlar disk sotib olishni to'xtatgan. Shunaqa pastga tushayotgan bozor bo'lganligi uchun o'sha paytda kim mana shu yo'nalishga pul tikkan bo'lsa, hammasi bankrot bo'lgan. Bizning yo'nalishimizda ham xuddi shunaqa. Agar siz tanlayotgan bozor yoki nisha pastga tushayotgan bo'lsa, siz ming harakat qilmay, yildan yilga marja tushaveradi, ya'ni foizi tushib boraveradi, siz foyda qilmaysiz, oxiri bozordan chiqib ketasiz. 6-si, bu bozorda oldin hech kim katta sotuv qilmagan, benchmark yo'q. Bu nima degani? Deylik, juda ham ko'pchilik eshitsangiz, bu yo'nalishda hali raqobatchi yo'q, bu yo'nalishda hali hech kim zapus qilmagan, men birinchi bo'laman degan gaplarni eshitasiz. Mana shu narsani o'zidan qo'rqish kerak aslida. Nimaga? Chunki hech kim qilmadimi? Demak, ikkita narsa bo'lishi mumkin. Birinchisi, u narsa o'xshamaydi. Ya'ni kimdirlar oldin qilib ko'rgan, o'xshamagan, shuning uchun ham siz eshitmagansiz, siz bilmagansiz. Yoki ikkinchisi, birinchi bo'lib qilish bu risk. Chunki oldin hech kim qilmagan bo'lsa, siz hamma narsani o'zingiz test qilishingiz kerak. Vaqtingiz bilan, pulingiz bilan. Sizda hech qanaqa benchmark bo'lmaydi. Benchmark degani bu namuna olish mumkin bo'lgan loyiha, proyekt, zapus yoki bo'lmasam inson. Deylik, sizdan oldin kimdir xuddi yo'nalish bo'yicha zapus qilgan bo'lsa, siz o'shani misolida uni qilgan yo'llarini qaytarib, u qilgan produktlarini, narxlarini примерно qilib tanlab bozorga kirib olishingiz mumkin. Ya'ni bu benchmark, namuna. Namuna yo'q bo'lsa, ketasiz o'zingiz shu bosh qotirishingiz kerak, o'zingiz yangi varonkalar tuzasiz, varonkani test qilish bu vaqt, varonkani test qilish bu pul. Umuman olganda imkon qadar tanlash kerak. Bu bozorda oldin o'zi kimdir pul topyapti, kimdir daromad qilyapti, kimdir mahsulot sotyapti. Mana shu yo'nalishga kirgan yaxshi. Ya'ni raqobatdan qo'rqish kerak emas. Raqobat bormi? Demak, bu bozorda pul bor. Siz o'zingizni qanchadir ulushingizni olishingiz mumkin. 7-si topish qiyin. Topish qiyin deganda men auditoriyani nazarda tutyapman. Siz tanlagan bozorda o'sha yo'nalishdagi odamlarni topish qiyin. Misol uchun, deylik, investorlarga qanaqadir sotmoqchisiz. To'g'rimi? Investorlar topish bu qiyinroq. Ular deylik, Instagramda soatlab o'tirmasligi mumkin, YouTube'da soatlab o'tirmasligi mumkin, Telegramda soatlab o'tirmasligi mumkin. Agar siz investorlarga qanaqadir produkt qilaman desangiz, siz uni boshqa varonkalar orqali sotishingiz kerak va buni topish qiyin ularni. Ya'ni savol prosta. Shu tanlagan bozorimdagi maqsadli auditoriya ijtimoiy tarmoqlardan faol foydalanadimi, yo'qmi?
ular aktiv ishlatadimi yo'qmi? Agar ularni aktiv ishlatsa, men ularni topib olishim mumkin. Agar aktiv ishlatmasa, ertaga ularni topishim qiyin bo'ladi. Nimaga? Topish deganda uni topib, men o'zim varonkamga yuborishim kerak deylik. O'sha menga pul olib kelib beradi deylik. Webinar varonkamga, Vesel varonkamga, predzapis varonkamga farqi yo'q. O'sha varonkamga yuborishim kerak. Agar ularni topish qiyin bo'lsa, bo'ldi deylik, trafik kelmaydi. Siz taklifingizni hech kim eshitmaydi. Siz borligingiz haqida ham hech kim bilmaydi. Demak, noto'g'ri bozor degani bu. Bozor hajmi kichkina, transformatsiya o'zgarish qilmaydi, odamlarda katta talab yo'q, pastga tushayotgan bozor va bu bozorda hali hech kim sotib qilmagan benchmark yo'q, topish qiyin. Mana shu 7 ta asosiy narsa. Bozor tanlayotgan nimaga e'tibor berish kerak? Mana hozir ekraningizda chiqib turganlar. Xuddi shuni teskarisiga e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Yana bitta narsa, ko'pchilik tushunmaydigan narsa bu bozor, taklif va instrumentlar. Mana shu 3 ta narsaga bo'lamiz. Deylik, bozor bor, taklif bor, instrumentlar bor. To'g'rimi? Instrumentlar bu o'sha sotuv bo'limini qurish, marketing bo'limidagi varonkalar, progrevlar, bular instrumentlar. Ming zo'r instrumentlaringiz zo'r bo'lsin, zo'r qo'llang, lekin taklifingiz kuchsiz bo'lsa, odamlarning asosiy muammosini yechmasa, odamlarga o'sha rad qilib bo'lmas taklif bermasangiz, instrumentlaringiz foydasi yo'q. Lekin aksincha, deylik, taklifingiz zo'r, odamlarning muammosini yechadi, odamlar risk qilishga tayyor, odamlarda o'sha hayotida transformatsiya o'zgarish qila olasiz. Instrumentlarni xato qilsangiz, bozor kechiradi. Ya'ni misol uchun progrev yaxshi qila olmasligingiz mumkin, deylik, sotuv varonkangiz yaxshi bo'lmasligi mumkin, sotuv bo'limingiz, sotuvchingiz yaxshi sota olmasligi mumkin, lekin taklifingiz yaxshi bo'lsa, odamlar sotib oladi. O'shaning uchun ham, demak, instrumentdan muhimroq narsa bu taklif. Endi taklifdan ham muhimroq narsa bu boya gaplashgan narsamiz bozor. Deylik, siz noto'g'ri bozorda zo'r taklif bering, hech kim sotib olmaydi. Nimaga? Chunki u noto'g'ri bozor. Yoki bo'lmasam uzoq muddatda kengaya olmaysiz. Shuning uchun birinchi o'rinda taklifdan ham ko'ra bozor. Bozorda yaxshi to'g'ri tanlash kerak, boyaga aytgan kriteriyalarimiz bo'yicha. Undan keyin kuchli taklif, undan keyin instrumentlar. Ikkinchi qadamimiz bu to'g'ri ekspert tanlash. Ekspert tanlashda nimalarga e'tibor berish kerak? Noto'g'ri ekspert va ular bilan bog'liq muammolar. Demak, hozirlar bilan shu noto'g'ri ekspert nima deganligini gaplashamiz. Noto'g'ri ekspert bu birinchi o'rinda kuchli ekspert emas. O'sha o'zining yo'nalishi bo'yicha, deylik, ingliz tili bo'yicha, rus tilini o'rgatadimi, ingliz tilini o'rgatadimi, deylik, xotirani rivojlantirishni o'rgatadimi, ozishni o'rgatadimi, SMM ni o'rgatadimi, biznesni o'rgatadimi. O'zining yo'nalishi bo'yicha kuchli ekspert emas, o'zining tajribasi yo'q, o'zi amaliyotda qo'llamagan, uni bittada gaplashib bilib olsangiz bo'ladi. Agar shunaqa ekspert bo'lsa, ishlamagan yaxshi. Bu noto'g'ri ekspert. Ikkinchisi, o'z fikriga ega bo'lmagan. Misol uchun suhbat jarayonida, misol uchun bizda Davron aka bilan doimiy misol uchun qanaqadir debatlar bo'lishi mumkin. Yo'q, men bunaqa desam, yo'q, bunaqa. Nimaga? Chunki Davron aka o'zini fikriga ega, men o'zim fikrimga ega va har kim o'zini nuqtai nazaridan tushuntirib beradi va xulosaga kelinadi. Misol uchun produktga keladigan bo'lsa, men deylik, mnemonikani to'liq tushunmasligim mumkin, xotirani rivojlantirishni to'liq tushunmasligim mumkin. Men aytaman, Davron aka, bu ni slaydga qo'shishimiz noto'g'ri bo'ladi. Chunki men bunaqa odamlarga tushunarsiz bo'ladi. Desam, Davron aka aytadi, yo'q, odamlarga tushunarli bo'ladi, chunki men buni mana bunaqa tarzda tushuntirib beraman, mohiyati mana bunda. Chunki odamlarda rostdan shunaqa muammo bor, menga tushuntirgandan keyin ha deyman, tushunaman. Ya'ni siz aytganingizni hamma narsani o'zgartirib tashlayaptimi, o'zining fikriga ega emasmi? Demak, u bilan ham juda ishlashga qiynalasiz. Bunda nimada qiynalasiz? Hamma narsani o'zingiz qilib berishingizga to'g'ri keladi. Chunki o'zining fikri yo'q, hamma narsani sizni fikringiz bo'yicha bo'ladi va siz qilib berishingizga to'g'ri keladi. Uchinchisi, xarizma yo'q. Ya'ni o'sha odamlar videoga tushganda yoki deylik darslarda umuman olganda odamlarga o'ziga jalb qila olmaydi va ularga ishontira olmaydi. Ya'ni xarizmasi yo'q bo'lsa ham bu ekspert bilan ishlash biroz xato bo'ladi. Va to'rtinchisi, har bir ishga aralashadigan. Ya'ni shunaqa ekspertlar bor, prodyuserlar har bitta ishga aralashadi. Deylik, varonka qanaqa ketayotganligi, progrev nimaga bunaqa, nimaga Vesel bunaqa, nimaga webinarni bunaqa sotadi, nimaga sotuv bo'limida. Ya'ni har bitta ishga aralashadigan bo'lsa, siz xuddi qafasda o'tirgan odamga o'xshaysiz. Har bitta narsaga ruxsat olishingiz kerak, har bitta narsani tasdiqlashingiz kerak. Tasdiqlashingiz uchun ko'p vaqt ketib qolishi mumkin. Umuman olganda qiyin bo'ladi har bir ishga aralashish. Shuning uchun har bir ishga aralashmaydigan ekspert bilan ishlagan. Misol uchun, mana Davron aka bilan men ishlaymiz. Davron aka umuman hech qaysi na marketingga, na boshqasiga aralashmaydi. Aralashib fikr, misol uchun gaplashamiz, boshqa qilamiz, lekin oxirida Anvar, sen to'g'ri deb bilyapsanmi? Qil. Ya'ni menga maydon yaratib beradi, imkoniyat yaratib beradi, shtobi men o'zimni miyamdagi hamma gipotezalarimni, taxminlarimni yoki yangi o'rgangan bilimlarimni qo'llashga. Mayli, misol uchun ko'p pul ketish kerak, ko'p pul. Misol uchun shunaqa holatlar bo'ladi. Marketing ko'p pul sarflab yuboryapmiz. Ko'pchilik ekspertlar nima deydi? Sen reklamaga ko'p pul sarflab yubording, marketing ko'p pul sarflab yubording deydi. Menda nabarat, misol uchun, voy Davron aka, marketing ko'p ketdi, reklamaga ko'p pul ketdi desam, normal holat. Katta pul tiksang, katta pul olasan degan fikrni menga beradi. Ya'ni meni ham ishimni tushunadi, bozor tushunadi. Demak, katta risk qilsangiz, katta pul tiksangiz, katta natija bo'lishini ham biladi. Ya'ni men har bitta ishimga aralashmayman. Nima demoqchiligimni menimcha tushuntirib bera oldim. Keyingisi noto'g'ri odatlar. Kech qolish, mas'uliyatsizlik va ekspert bilan ishlashni boshlash jarayonida
sirasi ishga o'tib ketish kerak emas. Oldin men o'ylaymanki, 1 oy taxminan sinov tarzida ishlash kerak, uni tekshirish uchun. Ya'ni kech qolmaydimi, mas'uliyatsizmi, odatlari qanaqa uni, siz bilan qanaqa gaplasha oladi, qanaqa misol uchun muomala qiladi, mana shu narsalarni tekshirish uchun. Ya'ni noto'g'ri odatlar bor yoki yo'qligini tekshirish kerak. Agar noto'g'ri odatlar bo'lsa, shu kech qolish mas'uliyatsizlik. Bu ham noto'g'ri ekspert hisoblanadi. Keyingisi to'g'ri ekspert, bu o'sha kuchli ekspert. O'z fikriga ega, xarizmasi bor, o'z vazifasini qiladigan va mas'uliyat bilan yondashadigan ekspertlar. Endi misol uchun o'sha boya aytganim Davron akada hammasi bor. O'zini yo'nalishi bo'yicha ekspert, eslab qolish bo'yicha Rossiya rekordini o'rnatgan, o'z fikriga ega, xarizmasi bor, o'z vazifasini vaqtida qiladi, mas'uliyat bilan yondashadigan. Misol uchun men Davron aka qachon kech qolganini eslolmayman. Ya'ni har narsaga vaqtida keladi, mas'uliyat bilan yondashadi, menga eslatadi kerak bo'lsa, shuning uchun ham biz deylik bemalol 3-4 yildan beri ishlaymiz. Juda ham ko'pchilik mana hozir eslolmayman kim oxirgi 3-4 yildan beri bozorda o'sha ekspert bilan ishlayapti. Juda ham kam. Chunki mana shu hozirgi boya aytib o'tgan narsalarim bo'yicha qanaqadir problemalar baribir ertami kech kelib chiqyapti ko'pchilikda. Shuning uchun boshidan shu narsalarga e'tibor berib ekspert boshlaydigan bo'lsangiz, siz har yili ekspert almashtirishingiz yoki har 6 oyda yangi ekspert topishga majbur bo'lishingizga to'g'ri kelmaydi. Demak, savollar ro'yxatini tuzdim, чтобы sizga yanada osonroq bo'lishi uchun ekspert tanlashdan oldin savol bering. O'z yaqinlaringizni unga o'qishga berarmidingiz? O'sha ekspert bilan ishlamoqchisiz. O'zingiz akangizni, ukangizni, opa, singillaringizni mana shu odamda deylik til o'rganishga yoki bo'lmasam pul topishga, umuman olganda biznes qilishga o'qitgan bo'larmidingiz yo'qmi? Savol bering. U bilan birga bitta uyda yashagan bo'larmidingiz yo'qmi? Bu narsa o'sha bir-biringizga xarakteringiz to'g'ri keladimi, bir-biringizga fikrlashingiz to'g'ri keladimi? Shu narsani hal qilishga yordam beradi, ya'ni javobini topishga. Undan o'zingiz o'rganadigan bilim bormi yoki yo'qmi? Agar bir-biringizdan o'rganadigan bilimingiz bo'lmasa ham, uzoq muddatda zerikib qolasiz. Deylik, men misol uchun shu 4 yildan beri ishlayotgan bo'lsam, davomida deyarli har kuni nimadir o'rganaman. Har ustozim men nimadir yangi bilim, nimadir yangi deylik hayotiy tajribalar o'rganaman. O'shaning uchun menga juda ham qiziq bo'ladi. Bundan tashqari uni boshqa ekspertlardan ajratib turadigan jihatlari bormi yo'qmi? Kuchli tomonlari bormi? Ya'ni unikal tarafi bormi? Agar bu bo'lsa, deylik, tasavvur qiling 100 ta ingliz tili eksperti bor. Hamma bir xil taklif beryapti. Siz ekspertizda qanaqadir ajralib turadigan jihati bormi yo'qmi? Shu savolga javob berishingiz kerak bo'ladi. 3-qadamimiz, demak, shaxsiy brend qurish eng muhim qadamlardan bittasi hozirgi kunda. Va ko'pchilik tushunmaydigan narsa bu, deylik, 100 mingta obunachim bo'lsa, meni shaxsiy brendim bor deb o'ylashadi. Yoki bo'lmasam millionlab ko'rishsa, meni videolarim ko'rilsa, meni shaxsiy brendim bor deb o'ylashadi. Aslida bu xato. Ya'ni obunachi va ko'rishlar soni bu shaxsiy brend degani emas. Shaxsiy brend bu odamlar siz haqingizda nima deyishi va ular sizni qanday eslab qolishi. Ya'ni bu auditoriya va sizni nimadir bilan bog'laydigan umumiy tasvir. Hozir tushuntirib beraman nima demoqchiligimni. Ya'ni shaxsiy brenddagi eng muhim narsa bu to'g'ri pozitsiya tanlash. Misol uchun, to'g'ri pozitsiyaga misollar. Davron Turdiyev-da. Davron Turdiyev deganda har doim xayolimizga keladi Supermiya xotira. Yoki bo'lmasam Alisher Isayev. Alisher Isayev eslaganimizda biznes xayolimizga keladi. Misol uchun, qanaqadir miya emas, SMM emas, ozish emas, ya'ni boshqa yo'nalishlar qurilish emasda, faqat biznes. Nimaga? Chunki u o'zini pozitsiyasini xuddi shunaqa qilgan. Ya'ni bittada xayolimizga keladi. Assotsiatsiya bor. Uchinchisi, deylik, misol uchun Murod Nazarov. Murod Nazarovni ham eslaganimizda birinchi o'rinda qurilish va sifatli binolar esimizga keladi. Nimaga? Chunki pozitsiya shunaqa va bir-biriga assotsiatsiya qiladi. Ya'ni odamlar sizni ismingizni eshitganda, sizni kuchli tomonlaringiz haqida aniq bir tasavvurga ega bo'la olishi kerak. Misol uchun ekspertiz eshitganda yoki sizni ismingizni eshitganda, ha bu mana bo'yicha ekspert, ha bu mana bunaqa yo'nalishda ishlaydi degan narsani bittada keltira olish kerak. Va buni to'g'ri pozitsiya keltiradi, ya'ni pozitsiyalash keltiradi. Sizni butun O'zbekiston tanishi shart emas. Eng muhimi o'zingiz yo'nalishingizdagi insonlarni tanishi. Misol uchun, men 2024-yil, ya'ni bu yil emas, o'tgan yili 6000 ta obunachim bo'lardi va 6000 ta obunachi bilan o'zimning produktlarim orqali 1 yil ichida $110,000 dan ortiq pul ishlaganman. Ya'ni bu o'zimning produktlarimni sotish meni asosiy ishim emas. Men yil davomida asosan Supermiya kompaniyasida ishlayman. Uni o'sha Supermiya produktlarini sotuvini yo'lga qo'yaman, zapusk bilan shug'ullanaman va qo'shimcha vaqtlarimni o'zimning produktlarim bilan sotaman va ular bilan o'quvchilarim bilan ishlayman va mana shular bilan $110,000, ya'ni oyiga hisoblasangiz, o'rtacha taxminan shu $10,000 dan ortiq menga daromad topib kelgan. Ya'ni bu yoqda meni obunachim kam, meni ko'pchilik tanimaydi, lekin aynan shu nishada to'g'ri pozitsiya bo'lganligi uchun men shu 1 yil davomida $110,000 dan ortiq pul ishlay olganman. Tushunyapsizlar? Ya'ni to'g'ri pozitsiya tanlash sizni katta obunachingiz bo'lmasa ham katta pul topishingizga yordam beradi. Endi pozitsiyalashdagi tanlash uchun 12 ta eng muhim element, hozir to'g'ri pozitsiya tanlash to'liq kira olmaymiz. Asosiy elementlarni sizlarga tushuntirib ketaman. Agar qiziq bo'lsa, pastga yozinglar kommentariyaga, qiziq deb mana shu pozitsiya tanlash va shaxsiy brenddagi o'sha eng kir-chiqirlargacha men alohida video tayyorlashga harakat qilaman. Demak, o'sha pozitsiya tanlashdagi 12 ta element. Mana shu 12 ta element hammasi bo'lish kerak deganimiz, lekin bu bo'lsa mana
pozitsiyalash bu rasm. Qanchalik aniq bo'lsa pozitsiya, shunchalik rasm yaxshiroq ko'rinadi. Yani odamlar sizni yaxshiroq taniydi. Demak, birinchisi faoliyat sohasi va yo'nalishi. Ya'ni siz aniq yo'nalishingiz bo'lishi kerak. Bir kun chiqib olib bu mavzu, bir kun chiqib olib bu mavzu, ertaga chiqib olib yana boshqa mavzu haqida gapiradigan bo'lsangiz, odamlar siz nima yo'nalishda ishlaysiz, qaysi yo'nalishda faoliyat yuritasiz tushunmaydi. Shuning uchun birinchisi aniq faoliyat va yo'nalish. Ikkinchisi mahsulot. Ya'ni qanaqadir o'sha o'zingiz yo'nalishga to'g'ri keladigan mahsulotingiz bo'lishi kerak. Bu to'g'ri pozitsiyaning ikkinchi elementi. Davron Turdiyevda Supermiya, Alisher Sayevda Sales Doctor. Misol uchun Murat Buildings uylari yoki Nestman, to'g'rimi? Xuddi shunaqa mahsulot. Uchinchisi, 2-3 so'z, ibora bilan assotsiatsiya bo'lishi. Misol uchun Davron Turdiyevda sog' bo'ling, omon bo'ling, meni rivojlantiring, paka-paka yoki bo'lmasam Ahad Xudoyarovda deylik baxtli bo'l degan gap. Ya'ni shu gaplarni eshitganimizda bizga nima qilib keladi? Sirazu o'sha insonni assotsiatsiya qilib beradi. Ya'ni pozitsiyasiga bizni tortadi. Keyingisi deylik loyihalar, ekspertlikni tasdiqlaydigan natijalar. Ya'ni sizni o'sha rostdan ham shu yo'nalish bo'yicha kuchliligingiz tasdiqlovchi qanaqadir natijalaringiz bo'lishi mumkin. Deylik, katta zapus qilganman, misol uchun chiqib ayta olasizman, katta zapus qilganman, $100,000 zapus qilganman, $300,000 zapus qilganman. Bu ham ekspertlikni ko'rsatadigan natija. Yoki bo'lmasam eslab qolish bo'yicha Rossiya rekordini o'rnatganman yoki deylik $100 million kompaniyani boshqarganman yoki mana shunaqa katta uy qurganman. Umuman olganda o'sha sizni shu yo'nalish bo'yicha ekspertligingizni tasdiqlaydigan. Keyingisi o'zingizni inson sifatida ko'rsatishingiz kerak. Ya'ni odamlarga faqatgina siz yo'nalishingiz emas, siz o'zi qanaqa insonsiz, nimalarni yoqtirasiz, nimalarni yoqtirmaysiz, hayotingiz qanaqa, mana shularni ko'rsatishingiz ham bu bitta pozitsiyaning elementi. Keyingisi fikrlar, content, blog mavzusi, ya'ni o'zingiz fikrlaringiz, ya'ni qanaqa fikrlashga egasiz, nima siz uchun to'g'ri, nima noto'g'ri, bular ham pozitsiyaning bitta elementi. Hayotingizdagi atributlar, ya'ni tashqi hayotingiz. Atrofingizda qanaqa insonlar bor, hayotingiz qanaqa o'tadi, bu ham bitta element. Keyingisi hayotiy voqealar va hodisalar. Hayotingizda qanaqa voqealar bo'lyapti? Misol uchun eng muhim qanaqadir hayotingizda o'zgarish voqealar bo'ladi, to'g'rimi? Nimadir voqea bo'ladi, siz hayotingiz o'zgaradi, yangilik bo'ladi. Mana shular bilan ulashish ham bu sizni pozitsiyangizning bitta element. Keyingisi kuchli tomonlaringiz. Sizni kuchli tomonlaringiz deylik, siz qila oladigan narsalar ko'p bo'lishi mumkin, lekin ularning ichidagi eng asosiy kuchli tomoningiz qaysi biri? Buni ham ochib berishingiz pozitsiyaning bitta element. Keyingisi xarakter, qanaqa xarakterga egasiz. Keyingisi ideal emasligingizni, ya'ni kamchiliklaringizni ko'rsatish. Misol uchun hamma zo'r tomon, hammani misol uchun kuchli tomoni bo'lganda, kuchsiz tomonlari ham bor. Mana shu kuchsiz tomonlaringizni ham ochib berish bu sizni pozitsiyangizning bitta elementi, ya'ni shaxsiy brendingizning bitta elementi bo'ladi. Va keyingisi tashqi ko'rinishingiz. Ya'ni qanaqa kiyimda yurasiz, sochingiz qanaqa. Umuman odamlar sizni kiyimingizni rangi, mana shularni ko'rib ham eslab qoladi va shu rangni ko'rganda yoki shu turdagi kiyimni ko'rganda sizni eslashi mumkin. Boya aytganimdek pozitsiyalash bu rasm. Qanchalik deylik, o'sha 12 element, misol 3 tasi bo'lsa sal xiraroq, 4 ta, 5 ta, 12 taga borgan sari rasm tiniqlashib boraveradi. Shaxsiy brend qurish va katta savdo qilish uchun ijtimoiy tarmoqlardan qanaqa foydalanish kerak? Juda ham ko'pchilikda shu savol bor va ko'pchilik ularning asosiy vazifalari nimada ekanligini bilishmaydi. Deylik, ijtimoiy tarmoqlar bor, to'g'rimi? Instagram, Telegram, YouTube. Ulardan qanaqa foydalanish kerak? Ularning asosiy vazifasi nima? Hozir shular haqida gaplashamiz. Agar siz pala-partish kontent qiladigan bo'lsangiz, tartibsiz kontent qiladigan bo'lsangiz, u sizni hech qanaqa natijaga olib bormaydi. Har bitta ijtimoiy tarmoqni o'zining vazifasi bor, sizga qilib berish kerak bo'lgan, shularni siz aniq bilib olishingiz kerak. Misol uchun, mana Instagram, Telegram va YouTube. Instagramning vazifasi sizga trafik jalb qilib berish. Ya'ni u yoqda siz o'rgatishingiz mumkin, ekspertligingizni ko'rsatishingiz mumkin, boshqa qilishingiz mumkin. Mumkin emas degani emas, mumkin. Faqatgina asosiy vazifasini unutib qo'ymaslik kerak, uni vazifasi trafik olib kelish. Nimaga? Chunki Instagramda siz organik orqali ko'proq trafik olib kelishingiz mumkin, Telegramda olib kela olmaysiz. To'g'rimi? Deylik, Telegramda siz kuniga 10 tadan post yozing, 20 tadan post yozing, sizni obunachingiz ko'payish ehtimoli past. Chem Instagramga qaraganda. Telegramdan ko'payadi, lekin unaqa Instagramchalik emas. Lekin Instagramga siz kuniga 10 tadan video qo'ying, juda katta trafik olib keladi. Demak, bizni Instagramning asosiy vazifasi bizga trafik jalb qilish. Organik va misol uchun paid ads. O'sha target reklama orqali hozir O'zbekistonda juda zo'r ishlaydi. Misol Rossiyada bloklangan, ishlamaydi, lekin bizda ishlaydi. Bundan foydalanish kerak. Demak, Instagramning vazifasi biz har doim nima qilamiz ekan? Instagramdan trafik jalb qilish uchun ishlatamiz. Biz o'zimiz Supermedia ham xuddi shunaqa. Demak, Instagramni asosiy trafik jalb qilish maqsadida ishlatamiz. Ikkinchisi, bu Telegram. Telegramda biz ular bilan do'stlashish, ya'ni auditoriya bilan do'stlashish. Instagramdan trafik keldi. Endi ularga biz ikkita narsani ko'rsatishimiz kerak. Birinchisi bu o'sha ekspertligimiz, ikkinchisi esa ularga o'zimizning shaxsiyatimiz, ya'ni biz kimmiz, ular bilan do'stlashishimiz kerak. Demak, do'stlashish vazifasini bizga nima yordam beradi? Telegram. Biz odamlarni Instagramdan Telegramga olib o'tamiz va Telegramda ular bilan muloqot qilib, ular bilan do'stlashamiz. Keyingisi YouTube.
YouTube'da biz ekspertlikni ko'rsatamiz. Boya aytdim, Instagramda kelgan trafik bilan do'stlashish kerak birinchidan, ikkinchidan ularga ekspertlikni ko'rsatish kerak. Telegramda do'stlashadigan bo'lsak, YouTube'da biz ularga ekspertligimizni, shu soha bo'yicha bilimga egaligimizni, tajribaga ega ekanligimizni, ularni 5, 10, 20 barobar ko'proq va tezroq natijaga erisha olishiga yordam bera olishimizni ko'rsatamiz. Demak, bularning asosiy vazifasi. Mana misol uchun Instagramda oladigan bo'lsak, Davron aka mana Reelslar, ko'p Reels chiqaramiz va bulardan biz o'zimizni varonkamizga, deylik, o'sha Telegramga yoki bo'lmasam YouTube'ga trafikni jalb qilamiz. Telegramga o'tkazib ularni do'stlashamiz, YouTube'ga o'tkazib ularga ekspertlikni ko'rsatamiz. Misol uchun mana Telegramdagi postlarimizga e'tibor beradigan bo'lsanglar, mana birinchi $1000 pulimni 28 yoshda topganman. 10 yoshimda muzlatgich ustaxonasida qarashib ishlab yurgan paytlarim, bo'sh vaqtlarim bo'lgan. Maktab bitirganimdan keyin 1 yil qurilishda ishladim. Ya'ni o'zlarining o'tmish hikoyalarini Davron akaga aytib beryaptilar va bu bilan biz ularni auditoriya bilan do'stlashtiryapmiz. Bu ham bizga o'xshagan oddiy odam ekan. Bu ham 28 yoshgacha umuman pul topa olmagan ekan. Men misol uchun 25 yoshda pul topa olmayotgan bo'lsa, bu normal holat ekan. Ya'ni o'zini ko'rishni boshlaydi va o'ziga yaqin olishni boshlaydi. Keyingisi misol uchun mana 12 yilda qanaqa yo'llardan o'tkazilgan. 2017-yil Jahon chempionati, 2018-yil Filippin Jahon chempionatiga bordim. O'quv markazida ishladim. Xotiram pik darajaga chiqdi. Rekord o'rnatdim. Federatsiyaga asos soldim. Men bu loyihaga asos soldim. Ya'ni o'tgan yo'lni ochib bersam, xotirasini ochib bersam, bu do'stlashadi. Misol uchun tasavvur qiling, eslang, prosta sizni eng yaqin do'stlaringizni nimaga siz ularni eng yaqin do'st deb bilasiz? Chunki siz ularni o'tmishini bilasiz, qanaqa qiyinchiliklarni yoki qanaqa hayotdan o'tganini bilasiz. U yaqin do'stingiz siznikini biladi. Ya'ni siz qanaqa hayotdan o'tganingizni, sizning hikoyalaringizni biladi. Shuning uchun ham sizlar bir-biriga yaqinsizlar. Xuddi shunaqa. Ya'ni ijtimoiy Telegramda biz ularga o'zimizni hayotimizni, o'zimizni o'sha farqi yo'q. Qiyinchilik bilan o'tganmi yoki zo'r o'tganmi, o'sha hayotimizda bo'lgan voqealarni aytish orqali biz ular bilan yaqinlashamiz, do'stlashamiz. Ular bizni o'ziga do'stdek ko'rishni boshlaydi. Xo'p, endi YouTube'ni oladigan bo'lsa, mana YouTube'da bizda umuman deylik foydasiz narsalar yo'q, hammasi o'sha ekspertlikni ochib beradigan, ekspertlikni ko'rsatadigan videolar. Va oxirgi 2 oy ichida, mana oxirgi zapuskimizda, hozir zapuskimiz ketyapti. O'ylaymanki bu o'sha oxirgi zapuskimizdan kattaroq zapusk bo'ladi va buni ham razborni keyingi videolarda chiqaraman. Men agar qiziq bo'lsa yozinglar, razbor mana hozirgi zapuskimiz adashmasam 1 yoki 2 haftada tugaydi va hozir o'zida katta rezultat qildik va shuni ham men sizlarga qanaqa qilib bo'lganini razbor qilib beraman. Va mana shu zapusk davomida oxirgi 2 oy ichida biz YouTube'ga deyarli yangi 60 mingta yangi obunachini jalb qildik. Ya'ni YouTube'ga yangi 60 mingta. Misol uchun Instagramga jalb qilish nisbatan osonroq, lekin YouTube'da ancha qiyin obunachi jalb qilish. Bu haqida ham o'sha agar qiziq bo'lsa yozinglar. Umuman ijtimoiy tarmoqlardan, Instagramdan, Telegramdan, YouTube'dan biz qanaqa foydalanishimizni, umuman misol uchun 1 so'm sarflamasdan faqat kontentlarimiz orqali qanaqa qilib o'sha oxirgi zapuskimizda 1000 tadan oshiq sotuvlar qilganimizni men sizlarga ochib ko'rsatib beraman, uni yozsanglar bo'ladi. Demak, hozir tushuntirmoqchi bo'lgan narsam shular edi. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlardan qanaqa foydalanish kerak? Telegramda do'stlashamiz, Instagramda trafik jalb qilamiz, YouTube'da ekspertligimizni ko'rsatamiz. Va mana bu slaydda ko'rib turganinglar bu o'sha oylik bizdagi axvatlar YouTube'dagi deyarli o'rtacha 1 millionta har oy bizda ko'rishlar soni bo'ladi YouTube'da. YouTube juda ham sodiqlikni oshiradigan platforma, juda ham yaqinlashtiradigan va juda ham sifatli auditoriyani olib kelib beradigan. Shuning uchun YouTube'ga hozirdan kontent qilish bu sizga uzoq muddatda katta sotuvlar qilishingizga yordam beradi. Demak, tushundik, ya'ni ijtimoiy shaxsiy brend qurishda ijtimoiy tarmoqlardan qanaqa foydalanish kerakligini, nimalarga fokus qaratish kerakligini. Demak, 4-inchisi produkt formati va kuchli taklif ishlab chiqish. Produkt formatini to'g'ri tanlash juda ham muhim. Biznes modelning eng muhim qismlaridan bittasi to'g'ri produkt formatini tanlash. Misol uchun deylik, sizda 10 mingta obunachingiz bor Instagramda va 2 mingta stories ko'rishlar bor. 20% odam ko'radi misol uchun. Va bu holatda siz ikkita produkt formatini tanlashingiz mumkin. A holat va B holat. Mana slaydda ko'rib turganingiz. A holatda siz $100 onlayn kurs qilaman deysiz va misol uchun ko'rishlar, storiesiz 2 mingta odam ko'rayotgan bo'lsa 10% ga sotasiz. Ya'ni $100 mahsulotni 200 ta sotsangiz $20,000 sotuv qilasiz. Endi B holat boshqacha produkt formatini tanlaymiz. Ya'ni yo'q, men arzon kurs qilmayman. Men qimmat individual offline kurs qilaman. Ya'ni odamlar bilan offline ishlayman, lekin qimmat bo'ladi. Deysizda 2% ga sotasiz atiga. Ya'ni 2000 tadan 10% ga sotmayapsiz-da, 2% ga sotyapsiz. Qimmatligining hisobiga sotishingiz foiz tushib ketyapti. Siz qimmat deganda, misol uchun $2,500 narx oladigan bo'lsak, 2% ga sotsangiz ham siz $2,500 dan 40 ta odamga sotasiz va bu $100,000 pul bo'ladi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, obunachi o'zgarmayapti, stories ko'rishlar soni o'zgarmayapti. Faqatgina qanaqa produkt tanlashingiz va qanaqa narxda sotishingiz sizga qancha pul topishingizni hal qilyapti. Mana shu narsa
produkt formati hisoblanadi. Produkt formatini tanlash uchun sizga o'sha namuna beraman, qanaqa tanlash kerakligi bo'yicha juda ham oson, diqqat bilan ko'rib tushunib olasiz. Demak, birinchisi, qaranglar, chizasiz. Mana ekraningizda ko'rib turgan chiziq, bir tomonda ekspertlik darajasi, tepaga qarab nima bo'ladi? Oshib boradi. Bu tomonga qarab auditoriya soni. Demak, siz agar tepaga chiqsangiz, ekspertligingiz baland degani, o'ngga yursangiz, auditoriya soningiz katta degani. Ekspertlik darajangiz baland bo'lsa va auditoriya soni ham katta bo'lsa, deylik siz 5-6 yillik kuchli tajribaga egasiz va auditoriya soni ham ko'p, 100 ming, 200 minglar obunachingiz bor. Demak, siz nima qilsangiz bo'ladimi? Birlashtirsangiz, mana slayddagi birlashtiradigan bo'lsak, sizda kuchli tajriba va katta auditoriya bor. Natija beradigan to'liq onlayn kurs qilsangiz bo'ladi. Ya'ni katta onlayn kurs qilsangiz bo'ladi. Endi sizda ekspertlik darajangiz baland, lekin auditoriyangiz kam. Atigi 5-6 ming, 10 mingta obunachingiz bor. Bu paytda siz katta kurs qiladigan bo'lsangiz, sizga kam o'quvchi yoziladi. Siz arzon pul to'lagan hisobiga ular bilan ko'p ishlaysiz, puliga arzimaydi, sizda ko'p energiya, ko'p vaqt ketadi. Misol uchun, menda xuddi shunaqa bo'lgan, deylik 2023-yilmida men onlayn kurs qilganman. Obunachilarim soni juda ham kam, lekin men arzon kurs qilyapman. Ular sotib olyapti, to'g'ri men pul ishlayapman, lekin ular bilan ishlash jarayonida juda ham qiyin bo'lgan. Ya'ni stress bo'lgan, bosim bo'lgan. Nimaga? Chunki arzon to'lagan. Men bu yoqda ham ular bilan ishlashim kerak, ham pul topishim kerak. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni ikki tomonga sizda hayotingizda problema boshlaydi. Ham ularga siz va'da bergansiz, siz sotgansiz, ular bilan ishlashingiz kerak. Bundan tashqari bir vaqtda daromad ham qilishingiz kerak. Bu juda ham qiyin. O'shaning uchun produkt formatini tanlash juda ham muhim deyapman. Demak, ekspertlik darajasi baland, auditoriya soni kam bo'lsa, biz nima qilamiz? Kuchli tajribamiz bor, lekin kichkina auditoriyamiz. Bu yerda individual yondashgan qimmat kurs sotish kerak. Endi deylik, sizda ekspertlik darajangiz past, kuchsiz tajriba va katta auditoriyangiz bor. Hech narsani, deylik, tajribangiz qaysi yo'nalish bo'yicha 1-2 yillik tajribangiz bor yoki umuman tajribangiz yo'q, lekin katta auditoriyangiz bor. Nima qilish kerak? Bu paytda arzon, keng qamrovli mahsulot qilish kerak. Ya'ni sizda ekspertligingiz kamligini hisobiga katta qimmat sota olmaysiz, lekin auditoriyangiz kattaligini hisobiga arzondan ko'p sotishingiz mumkin. Mana ko'rasizmi, produkt formati. Demak, arzon mahsulot ko'proq odam. Endi sizda ekspertlik ham past, auditoriya soni ham past. Endi bunaqa holatda siz kurs sotishingiz yoki qanaqadir narsa sotishingiz xato bo'ladi. Bu yerda siz mijozga natija beradigan xizmat sotishingiz kerak. Misol uchun, targetologsizda reklama yoqishni bilasiz Facebookda, tajribangiz kam, auditoriyangiz ham yo'q. Nima qilasiz? Siz borib o'sha $2000, $1000, $3000 o'zingizni target xizmatingizni sotasiz yoki sayt yasash xizmatingizni sotasiz yoki bo'lmasa program qilish xizmatingiz. Ya'ni ekspertlik pastmi, auditoriya soni pastmi? Demak, bu holatda siz xizmat sotishingiz kerak bo'ladi. Slaydda ko'rishingiz mumkin. Qaysi holatda nimalar sotish mumkin? Ekspertligingiz baland, auditoriya soni kam bo'lsa, shaxsiy mentorlik, coaching, mentorlik guruh sotishingiz mumkin. Agar katta tajriba, katta auditoriya bo'lsa, aniq natijaga olib boradigan kurs. Ekspertligingiz past, lekin auditoriya soni katta, marafon, intensiv workshop, pulli vebinarlar sotishingiz mumkin. Lekin ikkalasi ham kam bo'lsa, demak, shu copywriting, reklama, stories maker, shaxsiy brend yuritish bo'yicha yoki operator, montaj, mana shunaqa xizmatlaringizni sotishingiz bo'ladi. Misol uchun, yanada aniq sizlarga tushunarli bo'lishi uchun tushuntirib ketaman. Deylik, Davron Turdiyev, to'g'rimi? Kuchli ekspert, 12 yildan beri o'zini yo'nalishi bo'yicha shug'ullanadi. Katta auditoriya. Demak, nima qilamiz? Keng qamrovli kurs qilsak bo'ladi. Chunki auditoriya ham bor, ekspertlik ham bor. Yoki bo'lmasa, men o'zim oladigan bo'lsak, menda kuchli ekspertlik 5-6 yildan beri shu ish bilan shug'ullanaman, lekin auditoriyam kichkina. Bu holatda men keng qamrovli kurs qilmayman-da, qimmat individual yondashib kurs qilaman. Tushunasizlar? Mana shu jadval bo'yicha. Prosta o'ylanish kerak emas, bosh qotirish kerak emas. Shunchaki jadvaldan qaysi biriga to'g'ri keladi, o'sha narsani tanlash kerak. Demak, endi kuchli taklif ishlab chiqish haqida gaplashamiz. Kuchli taklifda nimalar bo'lishi kerak? Birinchi shu narsani ko'rib chiqamiz. Mana ko'pchilik kuchli taklif deb gapiradi, lekin uni aslida nimalar bo'lishi kerak uni ichida tushuncha berib o'tib ketaman sizlarga. Birinchi o'rinda kuchli taklifda nimalar bo'lishi kerak? Katta qiymat. Ya'ni taklifingiz kuchli yoki kuchli emasligini, uni qanchalik katta qiymat berayotganligi bilan o'lchanadi. Endi katta qiymat nima degani? Uni ham hozir keyingi slaydda ko'rib chiqamiz. Keyingisi narx. Ya'ni taklif, siz qanaqa odamlarga taklif beryapsizmi? Uning uchun katta qiymat bo'lishi kerak, narx bo'lishi kerak, narxi, kafolat. Ya'ni kafolat deganda o'sha natijaga erisha oladimi yoki yo'q va erisha olmasa qanaqa kafolati bor. Keyingisi bonuslar. Deylik, o'sha taklifingizni sotib olsa, qanaqa, deylik, mahsulotingizni sotib olsa, qanaqa unga bonuslar qo'shimchasiga berasiz va u bonuslar uni hayotini qanchalik o'zgartiradi yoki unga qanaqa muammosini yechishga yordam beradi. Keyingisi scarcity, ya'ni qo'rqitish. Bu degani o'sha mamnuncha joy qoldi, ishlatamiz-ku, mamnuncha joy qoldi, ya'ni joylar sonini cheklash orqali, bu sun'iy emas, misol sun'iy qilsangiz, bu uzoq muddatda sizga minusga ishlaydi. Deylik, joylar sonini cheklash. 100 ta odam olaman dedingizmi? Bo'ldi. 100 ta odam olish haqida eslatasiz. Deylik, 30 ta joy to'ldi, 50 ta joy to'ldi, 60 ta joy to'ldi. Qancha joy qolganligini aytasiz ularga. Va bu rostdan bo'lishi kerak. Agar bu noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, deylik, o'sha sun'iy ravishda bo'ladigan bo'lsa, siz mayli bu safar yaxshi pul ishlashingiz mumkin, lekin uzoq muddatda bu sizga minusga, ziyonga zarar ishlaydi. Keyingisi urgency, ya'ni shoshiltirish. Deylik, mana shu qabul yopish
Mana bu sana bu taklif mana bu sanagacha amal qiladi yoki mana shungacha amal qiladi deyish bu shoshiltirish hisoblanadi. Ya'ni scarcity degani qo'rqitish degani bu qanaqadir limit borligi bilan bo'ladi. Urgent shoshiltirish bu qaysidir kun tugashi bilan, taklif qachondir qaysidir soat ichida tugashi bilan qilinadi. Farqi shunda. Taklifimiz ichida deylik odamga 10 minut ichida taklif beryapmizmi vebinarimiz davomida yoki 20 minut ichida taklif beryapmiz, 5 minut birmi farqi yo'q. Va taklif berayotgan paytingizda mana shu narsalar bo'lishi kerak. Ya'ni katta qiymat borligini tushuntirib bera olishingiz kerak, narxini aytishingiz kerak, kafolat bo'lishi kerak, bonuslar, scarcity, urgency. Mana ko'pchilik taklif beradi vebinarda, lekin kam sotadi. Nimaga desangiz, katta qiymati bor, narxi bor, kafolati bor, bonus bor, lekin scarcity, urgency yo'q. Ya'ni shoshiltirish, qo'rqitish narsasi yo'q. Tushunasizmi? Yoki ko'pchilik katta qiymat beradi, narx bor, shoshiltirish bor, qo'rqitish bor, lekin kafolat bilan bonus yo'q. Tushunasizmi? Ya'ni bu umumiy bitta bo'lganda ishlaydi. Hammasi bitta paytda bir-biriga yordam beradi. Kattaroq, kuchliroq taklif bo'lishi uchun. Shuning uchun kuchli taklifning ichida mana shular hammasi bo'lishi kerak. Endi bularning ichida hammasi tushunarli, faqat bitta katta qiymat. Qiymat nima degani o'zi? Qiymat degani mana formulasi. Qiymat degani katta natija yuqori ehtimollik bilan qisqa vaqtda va kam kuch va harakat bilan natijaga erishishga yordam berish kerak u insonga. Ya'ni mana ustunda tepasida katta natija va yuqori ehtimollik, ustunda pastda qisqa vaqtda va kuch va harakat. Diqqat bilan eshitting. Demak, o'sha ustun tepasidagi katta natija va yuqori ehtimollikni imkon qadar nima qilishimiz kerak? Biz ko'tarishimiz kerak. Ya'ni o'sha oxirgi natija ularning hayotini qanchalik o'zgartiradi. Agar qanchalik katta o'zgarish qiladigan bo'lsa, shuncha yaxshi. Qiymati shunchalik baland bo'ladi. Deylik $500 topishga yordam bermayapsiz-da, $1000 $3000 topishga yordam beryapsiz. Bu nima qilib beradi? Yanada katta qiymat degani. Yoki bo'lmasam siz 10 kiloga ozishga yordam bermayapsiz-da, 30 kiloga ozishga yordam beryapsiz-da. Bu ham nima katta qiymat beradi. Endi yuqori ehtimollik. Ular natijaga erishishiga qanchalik ishonishadi? Siz aytyapsiz, mana shunaqa deylik $1000 topishingga yordam beraman. Yoki bo'lmasam 10 kilo ozishingga yordam beraman. Yoki ingliz tilini o'rganishingga yordam beraman. Chet til, rus tilini o'rganishingga yordam beraman deyapsiz. Lekin mana shu natijaga erishish uchun uni ehtimolligini qanaqa qilib oshirasiz? Qo'shimcha nimadir jonli darslar bo'ladimi? Siz offlayn shug'ullanasizmi ular bilan? Qanaqadir platforma bormi? Qanaqadir kitob bormi? Ya'ni nimani hisobiga erishish ehtimoli yuqori bo'ladi uni. Yoki qanaqadir siz juda katta rezultat natijalarni qilgansiz, tajribangiz katta-da, o'sha tajribani hisobiga siz bilasiz, aniq qanaqa qilib olib borishni. Shuni ko'rsatasiz. Mana men deylik 10 ta odamni o'xshatganman, 20 ta 100 ta odamni o'xshatganman, sanda ham o'xshaydi degan narsa. Endi pastdagilar qisqa vaqtda natijani ko'rish uchun qancha vaqt ketadi? Qanchalik kam vaqt ketsa, shunchalik qiymati baland bo'ladi taklifingiz. Deylik tasavvur qiling, IELTSdan 7 olishda 3 yil o'rgataman. Kim keladi? Hech kim kelmaydi. Nimaga? Chunki bu juda katta vaqt. Qiymati past bo'ladi. IELTSga 7+ga, misol 7 dan oshiq balni 3 oyda senga o'rgataman yoki 6 oyda o'rgataman. Bunga ko'pchilik qiziq bo'lishi mumkin, qiymati baland bo'lishi mumkin. Nimaga? Qisqa vaqt. Keyingisi kuch va harakat. Ya'ni o'sha sotib olgan mijozda qanchalik qo'shimcha kuch va harakat talab qiladi, qanchalik kam bo'lsa, shu narsa, ya'ni qanchalik kam kuch va kam harakat talab qilinsa, shunchalik baland bo'ladi. Ya'ni odamlarga katta natija yuqori ehtimol bilan erishsa, lekin shu qisqa vaqtda bo'lsa va kam harakat bilan bo'lsa, mana shu narsa kerak. Mana shu narsani beradigan bo'lsangiz, sizni qiymatingiz baland bo'ladi. Agar tushunarli bo'lgan bo'lsa, izohlarda kuchli taklif, qiymat tushunarli bo'ldi deb yozib ketsangiz, men tushunaman, sizlarga tushunarli bo'lganini va keyingi darslarda bunga ham chuqurlashamiz. Misol uchun, Supermeda mana qanaqa aynan qiymat beramiz? Supermen kursi bor. Biz unga o'sha 7 hafta davomida eslab qolishga, xotirasini rivojlantirishni o'rgatamiz, to'g'rimi? Endi undan tashqari va'damiz nima? Shu xotiraning 10 barobar kuchayadi. Endi mana shu xotirasi 10 barobar kuchayishi uchun bu nima? Katta natija. Hayot qanchalik o'zgarishi haqidagi natijasi. Endi uni yuqori ehtimolli bo'lishi nimalar qilamiz? Endi yuqori ehtimollik qisqa vaqtda va kam kuch va kam harakat sarflash uchun nimalar qilamiz? Birinchi platforma beramiz. Oldingi o'quvchilar deylik kartochkalar yozib yodlagan bo'lsa, yoki daftarga yozib yodlagan bo'lsa, bo'ldi, shart emas. Biz nima qilamiz? Deylik ingliz tilini o'rganmoqchimisan? Mana 4 minutda tayyor o'sha maxsus formulaga qo'yilgan so'z platformaning ichida telefoningga prosta yuklaysan, yodlab ketaverasan. Avtobusda bo'lasanmi, metroda bo'lasanmi, ko'chada bo'lasan, farqi yo'q. Misol uchun bo'sh vaqting bo'ladimi, telefoningdan kirasan, o'yin o'ynashdan o'rniga mana shu so'zlarni yodlab ketasan. Bu qisqa vaqt ichida kamroq harakat bilan ko'proq natija olishga yordam beradi. Yoki kuratorlar, to'g'rimi? Asosiy o'sha ekspertdan tashqari bizda kuratorlar bor. Kuratorlar ham chempion. Ular haftada bir marta darslar o'tadi. Ular misol uchun savollarga javob beradi. Savol berdi, o'zi kun davomida sirasi javobini oladi. Ya'ni uni o'ylantirib, deylik, bitta savol keldi, uni o'ylab yurish shart emas. Savolni beradi, kurator javob beradi, sirasi dars davom etaveradi. Bu ham qisqa vaqtda natijaga erishishga yordam beradi. Yoki kitoblarimiz, bizda maxsus kitoblar yuboramiz. Bundan tashqari workbooklar, maxsus o'sha kurs davomida bajarish uchun, mashqlar bajarish uchun ular oldin daftarga konspekt qilish shart emas. Tayyor ularga konspekt qilib berganmiz. Prosta o'sha kerakli bo'lgan vazifasini bajaradi.
mashqini davom etaveradi. Support teacherlar, ya'ni asosiy kuratorlardan tashqari yana support kuratorlar ularga yozib, ularni push qilib, vazifani topshirmadingiz, vazifasiga ballar berib, gamifikatsiya yoki bo'lmasam AI botlar mana hozir zamonga moslashyapmiz, sun'iy intellekt rivojlanyapti va sun'iy intellekt orqali o'sha chatbotlar yaratganmiz. O'yinga Davron aka kitoblarini, kurslarini, umuman qanaqadir savol bo'lishi mumkin bo'lgan savollarga Davron akaning javoblarini kiritganmiz. Xuddi Davron aka qanaqa javob bersa, xuddi shunaqa javob beradi. Ya'ni bu ham o'quvchida qanaqadir savol bo'lsa, darhol javob olib, darsni davom etishiga yordam beradi yoki jonli efirlar Davron Turdiyev tomonidan. Ya'ni bularni hammasi e'tibor berayotgan bo'lsangiz, boyagi formula. Ya'ni katta natijaga yuqori ehtimollik bilan qisqa vaqtda va kam energiya, kam kuch bilan, kam harakat bilan erishishga yordam berish maqsadida qilingan. Va bularni biz nima qilamiz? Prezentatsiya qilib beramiz, taqdimot qilib beramiz. Taklif sifatida o'quvchilarga, mijozlarga berganimizda buni qiymati balandroq ko'rinadi. Nimaga? Chunki logik jihatdan, ya'ni mantiqiy jihatdan ko'rganda odam, ha, demak men natijaga men platformalar ishlataman, kuratorlarim bo'ladi, menda kitoblar keladi uyimga, support teacherlar, jonli botlar, jonli efirlar, hammasi bularni menga tezroq natijaga yordam berar ekan degan narsani tushunib yetishiga oson, tushunib yetish oson. Tushunyapsizmi? Shuning uchun ham ularning qiymati, ularning ko'zida qiymati baland bo'ladi. Xuddi shunaqa siz ham o'zingiz taklifingizni yaratayotganingizda asosiy natijangiz nima? Qanaqa qilib unga katta yuqori ehtimol bilan natija berishga yordam bera olasiz va nimalar qilib bera olasiz, чтобы u kamroq vaqt sarflasin, qanaqadir o'zingiz vaqt sarflaydigan narsalarni siz oldindan tayyorlab berishingiz mumkin va deylik nimalargadir qo'shimcha vaqti, energiyasi ketsa, siz unga deylik o'sha narsani tayyor qilib berishingiz mumkin. Umuman qisqa qilib aytganda, formula juda ham oddiy. Katta qiymat degani, ya'ni taklifingiz ichidagi eng katta qiymat degani bu katta natija yuqori ehtimol bilan erishsan, qisqa vaqtda kam harakat bilan. Keyingi eng asosiy 5-qadamimiz, ya'ni eng asosiy qadamlarimizdan bittasi bu aniq strategiya va jarayonni boshqa tizimga yo'l qo'yish. Ya'ni 100 ming dollardan katta zapus qilmoqchimisiz? Sizda o'sha aniq strategiya va jarayonni boshqa tizimga yo'lga qo'ygan bo'lishingiz kerak. Jarayon boshqa, jamoa boshqa. Misol uchun ko'pchilik strategiya va jarayonni boshqarish deganimda bu jamoani boshqarish deb tushunadi. Bu boshqa narsa. Ya'ni jarayonni boshqarish alohida, jamoani boshqarish alohida. Hozir sizlar bilan shu haqida gaplashamiz. Boya aytganimdek, video boshida 100 ming dollarga zapus qilish uchun deylik 100 minggacha bo'lgan vaqtda siz o'zingiz qilishingiz mumkin. Kichkina komanda qilishingiz mumkin. Biz o'sha 2023-yillar kichkina aytaman 6-7 jamoa a'zolari bilan 100 ming dollar zapus qila olganmiz. Lekin doimiy ravishda 2-3 yil davomida shu narsani ushlab turib, katta zapuslar 100 ming pul zapus qilish davom etishingiz uchun o'sha sizga strategiya kerak, jarayonlarni boshqarish tizmingiz kerak, har bir jarayonda nima bo'lishini bilishingiz kerak, oldindan muammolarni yecha olishingiz kerak. Umuman olganda jarayonni boshqarish tizimi sizga kerak bo'ladi. Shuning uchun ham hozir shu mavzu haqida gaplashamiz. Qarang, aniq strategiya bo'lish uchun siz quyidagi savollarga aniq javob bo'lishi kerak sizda. Birinchisi, nima sotamiz? Ikkinchisi, kimga sotamiz? Uchinchisi, qanday sotamiz? To'rtinchisi, qachon sotamiz? O'zi strategiya nima degan? Strategiya siz xohlayotgan natijaga, maqsadga qanaqa qilib boramiz degan savol. To'g'rimi? Mana shu savollarga javob topish uchun 4 ta savolga javob berish. Nima sotamiz, kimga sotamiz, qanday sotamiz va qachon sotamiz savollariga javob bersangiz, mana shu strategiyani tuzgan bo'lasiz. Endi nima sotamiz degan savol bu qanaqa produkt sotamiz? Sizda javob bo'lishi kerak. Qanaqa produkt, necha puldan sotasiz, qanaqa natija beradi, qaysi muammoni yechadi? Ya'ni nima sotamiz degan savolga javobingiz aniq bo'lishi kerak. Keyingisi, kimga sotamiz? Maqsadli auditoriyasi kim? Qancha pul topadi? Ularning muammolari qanaqa? Ularni qaysi muammosini qancha vaqtda, qanchalik yuqori ehtimol bilan erishtira olasiz? Auditoriyasi kim? Shunga javobingiz bo'lishi kerak. Keyingisi qanday sotamiz degani bu bizni mijozlar birinchi marta qayerda ko'radi va ko'rgandan keyin qaysi qadamlardan o'tadi. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsa, varonka. Qaysi varonkani ishlatamiz? Qachon bizga sotib oladi ular? Mana shu yo'lni chizib chiqish, qanday sotamiz. Ya'ni varonkangiz aniq bo'lishi kerak. Keyingisi qachon sotamiz. Deylik o'sha strategiya, umumiy strategiya, hozirgi holatdan xohlagan natijangizga borish yo'lida qilishingiz kerak bo'lgan narsalarni bosqichlari qaysilar va ularni qachon amalga oshirasiz. Deylik qachon analiz qilasiz, qachon misol uchun progress bosqichi boshlanadi, qachon vebinaringiz bo'lib o'tadi, qachon sotib bo'lib ishlaysiz. Ya'ni har bitta bosqichda deadline'lar qo'yib chiqqan bo'lishingiz kerak. Ya'ni nima sotishingiz, qachon sotishingiz va kimga sotishingiz, qanday sotishingiz aniq bo'lgandan keyin sizda umumiy strategiya paydo bo'ladi. Bundan nima xulosa qilish mumkin? Siz strategiya qilishingiz uchun sizga ma'lumot kerak. Strategiyani faqat ma'lumotlar asosida tuziladi. Agar ma'lumotlar bo'lmasa, siz strategiya tuza olmaysiz. Shuning uchun ham mana bu savollarga javob berishingizdan avval, ya'ni strategiya tuzishingizdan avval siz quyidagilarni bajarishingiz kerak. Birinchi o'rinda bozorni o'rganishingiz kerak, ikkinchi o'rinda raqobatchilarni o'rganishingiz kerak, uchinchi o'rinda maqsadli auditoriyani
narsalarni o'rganishingiz kerak. Birinchisi, bozorni o'rganish degani o'sha bozor hajmi qancha, sizda qancha potensial mijozlar bor. Misol uchun, deylik bizda supermarketda talabalar o'qiydi. Asosiy qism talabalar, davlat korxonasida ishlaydiganlar, tadbirkorlar kichkina qismi. Asosiy qismi bu talabalar va davlat ishida ishlaydiganlar. Misol uchun talabalarni oladigan bo'lsak, bizda har yili O'zbekistonda hisoblashingiz mumkin, davlatda 120 ming 130 ming atrofida, umumiy hisobda shu xususiylarni ham hisobga oladigan bo'lsak, taxminan 200 ming atrofida o'quvchi talaba bo'ladi. Bu degani har yili 200 mingta talaba bizning abituriyentlarimizga qo'shilyapti. Bundan tashqari 1 millionta har yili o'quvchilar, abituriyentlar o'qishga topshiradi. Ularning ichida qaysidir yosh kattasi bor, kichkinasi bor, davlat ishxonasida ishlaydi. Shunaqalar bor, misol uchun daromadini oshirish uchun, deylik, o'qib diplom olib, hozirgi ishidan keyingi darajaga ko'tarilish uchun o'qiydiganlar bor. Ya'ni bular ham qaysidir qismi bizning mijozlar, kam qismi, lekin bizning mijozlarimiz. Ya'ni mana shunaqa qilib bozordagi raqamlarni siz bilishingiz kerak. Auditoriya soni qanchasiga sota olasiz, o'z raqobatchilar necha foizdan ulush olgan, necha foiz sotyapti, siz qancha foizga sota olasiz. Mana shularni hisoblab chiqish uchun siz bozorda o'rganishingiz kerak. Ikkinchisi, raqobatchilarni o'rganish. Dedik, qanaqa raqobatchilaringiz bor, ular qanaqa varonkada sotyapti, qanaqa taklif beryapti, sotuv bo'limi qanaqa ishlayapti, qanaqa skriptda, e'tirozlarni qanaqa qilib yechyapti. Misol uchun, qimmat telefon qilasiz, qimmat desangiz nima javob beryapti, o'ylab ko'raman desangiz nima javob beryapti, bu taklifingiz mana buni qo'shib bering desangiz nima deyapti. Ya'ni nima qilasiz, raqobatchilarni o'rganishingiz kerak. Maqsad ma'lumot yig'ish. O'zingizni strategiya tuzish uchun ma'lumot yig'ish. Uchinchisi, maqsadli auditoriyani o'rganish. Mana endi 3-qadamda mana ko'pchilik nima qiladi? Sirazi ekspert bilan ishni boshlaydi-da, auditoriyani o'rganishga kirishib ketadi. Bu xato. Birinchi o'rinda boya aytganimizdek, birinchi sizlar bilan gaplashdik-ku. Instrumentlar, keyingisi taklif, birinchisi bozor. Ya'ni eng muhimi bozor turadi. Birinchi o'rinda biz bozorda o'rganishimiz. O'zi to'g'ri keladimi bu? Qancha bozorda egallay olamiz? Undan keyingina raqobatchilarni, undan keyin maqsadli auditoriyani o'rganishimiz kerak. O'sha maqsadli auditoriyadagi muammolari nima, xohishlari nima, qanaqa natijaga erishmoqchi, yoshi nechida, qancha pul topadi, mana shularni o'rganasiz. Va bularning oxirgi natijasi sizda to'liq ma'lumotlar bo'ladi. Hamma ma'lumotlarni yig'ib, endi boyaga o'sha strategiya tuzsangiz bo'ladi. Nima sotamiz, qachon sotamiz, kimga sotamiz va qanday sotamiz savollariga javob topsangiz bo'ladi. Bunda o'sha ma'lumotlaringiz asosida. Barcha jarayon va vazifalarni oldindan yozib chiqish va ularni qanday bajarilishi bo'yicha to'liq tushunchaga ega bo'lish kerak. Ya'ni o'sha zapisk boshlashingizdan oldin sizda hamma jarayon, nima qadamma-qadam, har bitta kichkina qadamgacha yozib chiqishingiz kerak. Ularni vaqtida bajarish uchun, esingizdan chiqib qolmasligi uchun. Shunaqa holatlar bo'ladi mana. Bo'lishi mumkin, siz zapiskni o'tkazdingiz, keyin orqaga qaraysizda, voy, men bu narsalarni qilmadim, agar shularni qilganimda menda kattaroq rezultat bo'lardi, kattaroq sotuv qilgan bo'lardim degan fikr o'tadi. O'sha fikr o'tmasligi uchun siz zapisk oldidan o'tirib, jamoa bilan gaplashib, oldingi o'sha qilingan vazifalarni, oldingi zapiskingizda qilgan zadachalaringizni hammasini olib yozib, bu safar o'shalardan qaysilarini qilishingizni oldindan yozib olishingiz kerak. Qisqa qilib aytganda, oldindan jarayon vazifalarni yozib chiqish kerak. Endi, misol uchun biz nima qilamiz? Vazifalar uchun dashbordimiz bor. Bu dashbordimizda vazifalar umumiy soni. Ya'ni men ko'rib turaman, nechta vazifamiz bor, qanchasi bajarilgan va endi bajarilishi kerak bo'lgan topshiriq soni nechta, bularni ko'rib tura olaman. Bundan tashqari, ushbu platformada biz nima qilamiz? Qadamlarni belgilaymiz. Qanaqa qadamlarimiz bor zapisk davomida. Har bir qadamdagi vazifalar ro'yxati, ya'ni birinchi qadamlarga bo'lib olamiz. Misol uchun analiz qilamiz, keyin produkt tuzamiz, keyin trafik jalb qilamiz, keyin progress qilamiz, keyin webinar qilamiz, misol uchun yoki kontent ishlab chiqamiz. Hamma qadamlarni bosqichlarni yozganimizdan keyin o'sha bosqichda ichidagi vazifalarni nima qilamiz? Ularni yozib chiqamiz. Vazifa uchun mas'ul shaxslarni belgilaymiz. Dedik, har bitta vazifa uchun jamoamda mutaxassislar bor. Ular har bitta vazifa uchun mas'ul. Har bitta vazifaga o'zining mas'ul shaxs bor. O'sha shaxs kimligini belgilab ketamiz bu platformada. Vazifalar uchun deadline qo'yamiz bu platformada. Vazifalar prioriteti, ya'ni qaysi biri muhimroq, qaysi biri ikkinchi darajali. Mana shularni belgilab chiqamiz. Ya'ni zapisk oldidan menda aniq tushuncha bo'ladi, qaysi vazifalarimiz bor, qaysi vazifani kimdan so'rayman, kim bajaradi, qachon bajaradi, birinchi qaysi vazifani bajarish kerak. Mana shu savollarga menda javob bo'ladi. Endi har bir sprint alohida mana ekran slaydda ko'rayotganingizdek, marketing, target, webinar, logistika, produkt, progress, SMS rassel prinsip. Har bitta bosqichlarni alohida bo'lib chiqamiz va uning ichida qancha foiz vazifalar qoldi, bajarildi, necha kun qoldi, bularning hammasi menga ko'rinib turadi va mana yozib qo'yilgan boshlanish va tugash sanalari, javobgar shaxslar, muhimlik darajasiga qarab bo'lingan va bo'lim vazifalarining bajarilish foizi ko'rinib turadi. Bu nima? Men bu yerda komandani boshqarmayman, jamoani boshqarmayman. Men bu yerda
jarayonlarni boshqaryapman. Tushunyapsizmi? Ya'ni siz jarayonlarni birinchi o'rinda ko'ra olishingiz kerak. Agar nima jarayonlar borligini bilmasangiz, jarayonlarni boshqarishni bilmasangiz, siz hech qachon jamoani boshqara olmaysiz. Chunki unga nima vazifa berishdi va undan qanaqa hisobot so'rashdi, undan qancha deadline so'rashdi bilmaysiz. Nimaga? Chunki sizda vazifa va jarayonlarni o'zi yozib chiqilmagan. Tushunyapsizmi? Shuning uchun ham birinchi o'rinda jarayon vazifalarni yozib chiqqan va mana bunday ko'rinishda javobgar shaxslari, deadline'lari va boshqalarni qo'yib chiqqan bo'lishingiz kerak bo'ladi. Endi risk registri bu ham men juda muhim narsa deb bilaman. Risk registrini ishlatamiz. Zapusda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan xavflar va ularni yechish bo'yicha amaliy yechimlar yozilgan. Ya'ni biz o'sha zapusk oldidan hali zapusk boshlaganmiz. O'tiramiz o'sha strategiya tuzayotgan paytimizda. Bizda nima muammolar bo'lishi mumkin? Qanaqa misolchi xavflar bo'lishi mumkin? Deylik, target kech yonishi mumkin. Webinar slayd kech tayyor bo'lishi mumkin. Ekspertning mazasi qochib qolishi mumkin. Svet o'chib qolishi mumkin. yoki bo'lmasam karta blok bo'lib qolishi mumkin. O'sha Facebookdagi karta blok bo'lib, target o'chib qolishi mumkin, to'g'rimi? Yoki sotuvchilarning mazasi qochib qolishi mumkin. Qaysi 3 ta sotuvchi kelmay qolishi mumkin. Har xil holat, istalgan misolchi hozirgacha bo'lgan muammolar va bo'lishi mumkin bo'lgan hamma muammolarni yozamiz va o'sha risklarni qanaqa qilib biz oldini olishimiz mumkin yoki bo'lmasa ularni qanaqa qilib misolchi qabul qilamiz yoki qanaqa qilib misolchi ularni boshqa shu muammo bo'lishini oldini olish maqsadida outsource qilib yuboramizmi? Umuman olganda mana shu risklarni paydo bo'lganda biz qanaqa harakatlanamiz? Shularni yozib chiqamiz mana risk reyestrida. Shu narsa bo'lsa, demak ketdi. Shuni ochamizda risk registrini birinchi qadam buni qilishimiz 2-3 oldindan yozilgan bo'ladi. Bu narsa birinchidan siz muammolar va xavflarni bilsangiz, uni oldini olish ehtimolingiz ko'payadi. Ya'ni siz shu muammo borligini bilishingiz o'zi o'sha muammoga oldini olishingizga yordam beradi. Va ikkinchidan o'sha muammo paydo bo'lganda tez hal qilishingiz va dovdiramasdan, misol uchun ko'p vaqt yo'qotmasdan tezroq hal qilishingizga yordam beradi. Shuning uchun risk registri ham muhim. Nimaga sizlarga bu haqida aytyapman? Bu ham jarayonni boshqarishga kiradi. Ya'ni o'sha zapusk jarayonidagi jarayonlarni boshqarishga kiradi. Agar shu narsalar paydo bo'lsa, u sizga ertaga qimmatga tushishi mumkin. Oddiy kichkina muammo ertaga sizni o'sha zapuskingizni 20, 30, 50% ga tushirib yuborishi mumkin planingizni. Shuning uchun ham bularga juda ham e'tibor berish kerak. Ya'ni siz vazifa nima qilasiz? Risk registrini tuzasiz. Nima sizda muammolar bo'lishi mumkin, nima xatolar bo'lishi mumkin, o'shalarni yozib chiqasiz va ularni oldini olish uchun nima qilishingiz mumkin? Agar shu muammo bo'lsa nima qilasiz? Bu muammo bo'lgan paytda sizga kimlar yordam beradi? Qanaqa qilib ularni ogohlantirib qo'yasiz? Mana shular hammasini yozib chiqqan bo'lishingiz kerak. Keyingisi, hech qachon unutmang, tartibsizlik va noaniqlik bilan uzoq muddatda katta zapusk qila olmaysiz. Birinchisi o'xshab qolishi mumkin, ikkinchisi o'xshab qolishi mumkin. Mana juda ham ko'pchilik bo'ladi. Deylik, producer ekspert bilan ishlaydi, ekspertning auditoriyasi katta, ishonadigan odamlar katta, ular zapusk qilishadi. Birinchi zapusk zo'r bo'ladi, o'ylaydi, keyingi zapusklar ham shunaqa ketadi. Ikkinchi zapusk qilishadi, o'xshaydi, bo'ldi, keyingisi ham shunaqa ketadi. Va uchinchi zapusk fail bo'ladi, misol uchun, yoki bo'lmasa o'xshamaydi. Nimaga? Chunki bu yerda o'sha noaniqlik, tartibsizlik bilan qilingan va har doim shunaqa bo'ladi deb o'ylashgan. Ya'ni o'sha vaqt borligida bilim olib, tajriba olib tizimga tushirilmagan. Bu prosta birinchi, ikkinchi zapusk sizda o'sha auditoriya borligi uchun o'xshab qolgan bo'lishi ham mumkin. Ya'ni sizga sodiq auditoriya bor, unga sotishingiz shart emas, prosta siz shunaqa taklif borligini aytsangiz bo'ladi, odamlar sotib oladi. Lekin uzoq muddatda 1 yil, 2 yil, 3 yil to'xtamasdan zapusk qilishingiz uchun o'zi sizda tartib kerak, polностью miyangizda va jarayonda aniqlik kerak bo'ladi. Tartibsizlik, noaniqlik bilan qila olmaysiz. Keyingi eng muhim qadamlarimizdan bittasi bu jamoa va org strukturani tashkillashtirish. 100 minggacha bo'lgan zapusklarni o'zingiz hech qanday jamoa va tizimsiz qilishingiz mumkin, lekin doimiy 100 ming dollardan ortiq zapusklarni qilish uchun sizga jamoa va tizim kerak bo'ladi. Siz jamoani shakllantirishdan avval ularni vizual org strukturada ko'ra olishingiz kerak. Vizual org struktura deganimda men aytmoqchimanki, misol uchun ko'pchilik nima qiladi? Va o'tiradida, men jamoamga bu odam kerak, ularni ishga oladi. Böyle ish boshlanadi. Vizual ko'rmasdan. Bu holatda nima bo'ladi? Xodim keladi, unga yetarlicha ish bermaydi. Misol uchun, o'zi deylik $1000 oylik to'laydi, lekin $200 ish beradi, kam ish beradi. Bo'ldi. Qolgan 80% vaqtida xodim hech qanaqa ish bilan mashg'ul bo'lmaydi. Ya'ni o'sha xodim uchun sarflayotgan puli o'zini qoplash ehtimoli pasayadi. Yoki ikkinchi holat, xodimni oladi-da, unga qilish kerak bo'lmagan, uni asli vazifasi bo'lmasa ham har xil topshiriqlarni berib, uni stress holatiga yoki bo'lmasa o'sha выгорание holatiga tushirib qo'yishi mumkin. O'zi ishlagisi kelmay qoladi. Nimaga? Chunki unga juda ko'p bosim qo'yilganda. Buning uchun shunaqa holatlar bo'lmasligi uchun siz oldin miyangizda yoki bo'lmasa qog'ozda o'sha maxsus platformalar ham bor bu uchun org strukturani tuzishingiz kerak bo'ladi. O'zi org struktura nima? Org struktura bu kompaniya ichidagi rol, vazifa, vakolat va javobgarlikning rasmiy taqsimoti. Mana misol uchun ko'rishingiz mumkin, bizniki o'sha
org struktura bu tashkiliy tuzilma deyiladi. Tashkiliy tuzilmamizda nimalar bor? Ekspert, loyiha prodyuseri, proyekt menejer, keyin bo'lim rahbarlari, marketing bo'limi, media, sotuv, moliya, produkt, marketing bo'limining ichida yordamchi, targetolog, saytolog, media bo'limi, video operator. Ko'ryapsan, bu xuddi o'sha kimga bo'ysunadi, qaysi bo'limlar mavjud, har bir bo'lim o'zi nima ish qiladi, qarorlar qanday qabul qilinadi, ma'lumotlar qanaqa yetkaziladi, shu narsaga yordam beradi. Mana shu narsani ko'rganingizdan keyin siz nima qilasiz? Ha, deylik, menga birinchi o'rinda bu odam kerak. Ikkinchi o'rinda bu odam. Buni vazifasi bu, buni vazifasi bu va jamoangizni tartibli boshlanadi. Agar siz boya aytgan bundan oldingi qadamlarni bajarsangiz, ya'ni jarayonlarni oldindan yozib chiqqan, vazifalarni oldindan yozib chiqqan bo'lsangiz va o'sha vazifalarni yangi xodim olganingizda to'g'ri birinchi tashkiliy tuzilmaga o'rniga qo'yasiz. Sen bugundan boshlab mana bunaqasan, hozir o'qitish tizimini ham tushuntiraman, ularni o'qitasiz, boshqa qilasiz va unga vazifalarni berishni boshlaysiz. Shunda noaniqliklar bo'lmaydi. Misol uchun shunaqa holatlar bor, jamoa ishlamaydi. Nimaga? Ba'zilar bo'ladi, jamoam ishlamayapti, harakat qilmayapti. Borsangiz, ko'rsangiz, xuddi ana maymunni suvga qo'yib, baliqni daraxtga qo'yib yuborganda. Ya'ni vazifalar aralashib yotgan bo'ladi, bir-biriga chalkashib ketgan bo'ladi. Shuni hisobiga ish sekinlashadi va jamoadan natija koeffitsiyenti pasayib ketadi. Demak, tashkiliy tuzilma, org struktura tayyor bo'lgandan keyin nimalar qilishingiz kerak? Keyingi qadamlar, ya'ni vizual chizib olganingizdan keyin mana demak, mana bu odam bo'ladi, bu bo'limlar bo'ladi, bunda mana shunaqa xodimlar bo'ladi deganingizdan keyin birinchi o'rinda lavozim profilini tuzib chiqishingiz kerak. Lavozim profili nimaligini hozir keyingi slaydda tushuntiraman. Yangi xodimlarni ishga olish tizimini yo'lga qo'yish. Ya'ni yangi xodimlarni siz kelganingizdan keyin u ming zo'r mutaxassis bo'lsin, oldin qayerdadir ishlagan bo'lsin, lekin sizni jamoangizga yoki bo'lmasa biz kompaniyangizga, siz zapuskingizning ichiga qo'shilib ketishga qiynalishi mumkin. Tushunmaydi, chunki sizning varonkangiz boshqacha bo'lishi mumkin, sizni ishlash tartibingiz boshqacha bo'lishi mumkin. Har xil faktorlar hisobiga. Shuning uchun ularni yangi xodimlarni ishga olish tizimi bo'lishi kerak, o'qitish tizimi bo'lishi kerak. Mana keyingisi yangi xodimlar o'qitish tizimi, keyingisi xodimlar uchun motivatsiya tizimini yo'lga qo'yish. Mana bu narsalarni tashkiliy tuzilma, org struktura tayyor bo'lgandan keyin qilishingiz kerak bo'ladi. Endi lavozim profilini tuzib chiqishda nimalar bo'lishi kerak? Lavozim profilini ichida nimalar bo'lishi kerak? CKP, ya'ni ценный конечный продукт, qiymatli oxirgi natijasi. Ya'ni o'sha xodimdan siz oxirida nima natija kutyapsiz? Ya'ni uni qilayotgan ishlari, protsessda qilayotgan ishlari kerak emas. Uni oxirgi natijasi nima? Misol uchun deylik, sotuv bo'limlari vazifasi oxirida deylik 25% konversiya qilib berish. U sotuv trening o'tadimi, kun bo'yi 10 soat, 12 soat ishlaydimi, 15 soat ishlaydimi? Qadrlaymiz bu narsalarni. Hurmat qilamiz. Lekin oxirida natija qilib bera olmasa, qolgan hamma narsani umuman foydasi yo'q. Ya'ni oxirgi natijasi nima? Shuni yozishingiz kerak. Lavozim profilida vazifalar, nima vazifalari bor, nima majburiyatlari bor, uni qilish kerak bo'lgan, nima talablar qo'yasiz unga. Misol uchun 9 da kelishing kerak, biz shunaqa talab yo'q, 10 da kelishing kerak, uni talablari. Keyingisi huquqlari, uni nima huquqlari bor? Misol uchun oldindan amas olish mumkinmi? Oldindan qanaqadir deylik har yilda bir marta dam olish mumkinmi? Nima talab, nima huquqlari bor uni? O'shalarni siz tushuntirishingiz kerak. KPI, deylik qanaqa KPI da ishlaysiz? Unga fiksiya bormi yoki bo'lmasa foizmi? Qanaqa pul topadi u? Mana shu narsalar tushuntirgan bo'lishingiz kerak. Mana lavozim profiliga bizda misol uchun Supermiyada har bitta bo'lim uchun va har bitta xodim uchun lavozim profili, shaxs ekspert uchun ham, men o'zim uchun ham lavozim profillari bor. Misol uchun mana lavozim profiliga namuna media bo'limi rahbari, bu yerda hamma narsa yozilgan, majburiyatlari, qancha ish bajarish kerak, qanaqa KPI da ishlaydi, xullas hamma narsa bor. Mana shu tepada aytgan savollarimga javob yozib chiqsangiz, demak siz kichkina bo'lsa ham lavozim profilini tayyorlagan bo'lasiz. Endi yangi xodimlarni ishga olish tizimini yo'lga qo'yish deganda nima nazarda tutyapman? O'sha maxsus testlardan o'tkazish. Bizda har bir xodim shu jamoaga qo'shilishdan oldin testlardan o'tadi. Misol uchun siz qanchalik katta, kichkina bo'lishingizdan qat'iy nazar, zapuskni endi boshlayapsizmi? Jamoangizga yangi xodim olishdan oldin shu testlardan o'tkazishni maslahat beraman. Deylik, istalgan xodim IQ va problem solving testlarini o'tkazamiz. Misol uchun IQ darajasi internetdan topsangiz bo'ladi, IQ testlarini, IQ testlari va problem solving testlarini o'tkazsangiz, u odam ertaga o'rganib keta oladimi? Bilimlarni qanchalik tezroq o'rganadi? Ya'ni IQ darajasi qanchalik baland bo'lsa, u bilan ishlashingiz oson bo'ladi. Bizda shu IQ va problem solving testlarini o'tkazamiz va suhbat asosida lavozim profili to'g'ri kelish. Bundan oldin o'sha lavozim profilini tushuntirdimmi? Lavozim profilida hamma narsalarni yozib chiqqan bo'lsangiz, testdan o'tgandan keyin endi u bilan o'tirib gaplashasiz. Misol uchun suhbat qilasiz va lavozim profiliga to'g'ri kelish kelmasligini aniqlashtirasiz. Endi yangi xodimlarni o'qitish tizimini yo'lga qo'yish uchun bizda o'sha nimalardan foydalanamiz? Maxsus mana SOPlar tuzib chiqqanmiz. Ko'rinayotgan bo'lsa, sotuv bo'limini misol uchun full SOP'si bu mana. Buning ichida yangi kelgan har bitta xodim uchun, deylik, sotuv bo'limi rahbari uchun, team lead uchun, sotuvchi uchun, auditor uchun, ya'ni har bittasi uchun, deylik, CRM etaplari bilan ishlash, hammasi SOP tarzida yozilgan. Ya'ni
bitta yangi istalgan xodim kelsa, qo'liga mana shu SOP ni beramiz, mana shu bo'yicha ishlab ketadi. Ya'ni u oldingi tajribasi bo'yicha ishlab kelgan bo'lsa, biznikiga moslashishga qiynalmaydi. Nimaga? Chunki uni qo'lida tayyor SOP bor. SOP degani shu standart operatsion prosedur, ya'ni jarayonlar, standartlangan jarayonlar. Ochadi, shu bo'yicha qilib ketadi. Yoki bo'lmasa mana marketing deylik, marketing full SOP. Bizda Supermeda mana istalgan xodim keladi, marketingda analiz jarayonini qanaqa qilish kerak, formalarni qanaqa tuzish kerak, saytni qanaqa tayyorlash kerak, saytda nimalarga e'tibor berish kerak, hammasi bor. Bundan tashqari mana Superman kompaniyasining umumiy SOP'si bu, misol uchun alohida bo'limlar bo'lsa, bu mana umumiy. Hammasi yig'ilgan, qalin mana ko'rayotgan bo'lsanglar, mana 300 betdan ko'proq. Buning ichida o'sha har bitta media bo'limi, mana admin checklistlari, jarayonni qanaqa nazorat qilamiz, skriptlar bo'yicha, leadlarni qanaqa taqsimlash kerak, to'lovlarni qaytarish. Mana bizda to'lov, misol uchun agar mijozlar to'lov qaytaraman desa, to'lovlarni qanaqa qilib qaytaramiz. Media bo'lim umuman har bir qadam bo'yicha qanaqa ishlash kerakligi bo'yicha mana bor. Buni nimaga ko'rsatyapman? O'sha yangi xodimlarni o'qitish uchun biz shundan foydalanamiz. Bundan tashqari, mana misol uchun o'zimning kitobim bor, kitob yozganman, Zapusk. Umumiy o'sha infobiznes bo'yicha. Buni lekin hali sotuvga chiqarganim yo'q, taqdimotini qilganim yo'q, lekin xudo xolos tez orada qilamiz. Kitobim tayyor. Prosta buni o'sha ozgina sifatli qilib chiqarmoqchiman Turkiyadan, shuning ozgina vaqt olyapti. Buning ichida ham mana qanaqa qilib zapisk qilib har bitta bilimimni, qadamimni, miyamdagi narsani tushirganman. Kelgan yangi jamoamizga qo'shilgan yangi jamoa a'zosi bemalol kitobni o'qib, bundan ham o'sha kerakli bilimlarni olish mumkin. Bularning hammasi o'sha yangi xodimlarni o'qitish uchun qilingan. Bundan tashqari, o'sha bizda Telegram kanallarda alohida video darslar tayyorlangan. Ya'ni ba'zilarini o'qib o'rganadi, ba'zilarini video darsdan o'rganadi. Bularning hammasi o'sha o'qitish tizimini yo'lga qo'yish maqsadida qilingan. Siz ham vaqtingiz bo'lganda mana shunaqa narsalarni qilib, yig'ib qilish orqali ertaga yangi xodimlar kelganda deyarli vaqt sarflamasdan ularni jamoangizda adaptatsiyani moslashib ketishiga erishishingiz mumkin. Zaps jarayonida men tushunishingizni xohlayman, diqqat bilan eshiting. Juda ham men uchun zo'r insight bo'lgan, har doim ishlatib kelaman, sizga ham maslahat beraman. Zaps jarayonida istalgan farqi yo'q. Zaps biznes jarayonida ham istalgan muammo ikkita narsa sababli kelib chiqadi. Birinchisi bu tizim muammosi, ikkinchisi bu odam muammosi. Ya'ni har doim qanaqadir muammo kelib chiqdimi, o'zingizga savol bering. Bu tizim muammosimi yo odam muammosimi? Ya'ni misol uchun deylik, juda ham ko'p xodimlaringiz ishga vaqtidan kech kelyapti. 9 da belgilangan, 9:30, 10 da kech qolib kelyapti. Bu yerda tizim muammosi. Siz o'sha qo'ymagansiz maxsus, misol uchun har kuni tekshirmaysiz. Har kuni kelgan odam yozmaydi, misol uchun. Soat 9 da keldim deb gruppaga yozmaydi. Tekshirmaysiz. Yoki bo'lmasam maxsus bizda misol telefonda o'tadi, keladi ofisga, telefonning programmasini ochadi, yuzini ko'rsatadi, bo'ldi. Nechta keldi, necha minut kech qoldi, unga jarima chiqdimi, bonus chiqdimi? Ya'ni u ish vaqtida kelsa yoki vaqtidan oldin kelsa, unga bonus chiqadi yoki kech kelsa, unga jarima chiqadi. Tushunyapsizmi? Ya'ni bu tizim, bu muammo, ishga kech qolish muammosini tizim orqali yechamiz. Lekin qaysidir deylik SMS noto'g'ri ketib qoldi. Bunda siz odam muammosi, u o'sha siz tayyorlab bergansiz, unga mana mana qilib yuborasan degansiz, lekin u noto'g'ri narsa yuborgan. Endi uni bilim yetishmovchiligi, mana shu kitobni yaxshilab o'qimagan bo'lishi mumkin yoki videoni, darsni yaxshilab ko'rmagan bo'lishi mumkin. Uni o'qitishimiz kerak. Bu odam muammosi. Nima qilamiz? Uni olamizda trening qilamiz, o'qitamiz o'sha xodimni. Ya'ni istalgan muammo chiqsa, savol bering. Tizim muammosimi yoki odam muammosi? Qaysi biriga bo'lsa, o'sha narsani to'g'rilaysiz. Tizimingizda muammo bo'lsa, tizimni to'g'rilaysiz. Odamda muammo bo'lsa, ya'ni xodimda, jamoa a'zosida muammo bo'lsa, o'sha jamoa a'zosini o'qitasiz, trening qilasiz. Sizning vazifangiz o'sha muammo nima ekanligini aniqlash va uni oldini olish hamda to'g'rilash. Umumiy xulosalarni oladigan bo'lsak, bugun nimalarni tushuntirib berdim sizlarga. To'g'ri bozor va nisha tanlash haqida gaplashdik. Bu eng muhimi. To'g'ri bozor va nisha bo'lsa, keyingi xatolaringizni kechirish mumkin. Lekin noto'g'ri bozor, noto'g'ri nisha bo'ldi. Zapiskingiz fail degan. Keyingi to'g'ri ekspert tanlash. Ekspert tanlashni ham sizlarga tushuntirib berdim. Qisqacha shaxsiy brend va pozitsiyani qanaqa tanlash kerakligi, produkt formatini kuchli taklif ishlab chiqish haqida gaplashdik. Kuchli taklif nimaligini tushuntirib berdim. Aniq strategiya va jarayonni boshqarish tizimini yo'lga qo'yish, ya'ni strategiya nimaligi va jarayonlarni boshqarish nima uchun muhimligini ko'rib chiqdik. Va oltinchisi jamoa, ya'ni jamoani qanaqa qilib tashkillashtirish kerak, tashkilot tuzilma qanaqa tuzilishi haqida gaplashdik. Mana shularni bajarish, endi buning ichida har xil vazifalar bor, deylik, analizni to'g'ri qilish, programmani to'g'ri yozish, sotuv volonkalarini to'g'ri ishlash, sotuv bo'limini qurish, sotuvchilarga trening o'tish. Ya'ni bular juda ham ko'p vazifalar. Ularning hammasini 1 soat ichida men tushuntirib qo'ya olmayman. 80% natijani beradigan 20% narsani hozir sizlarga tushuntirdim. Endi qanday qilib bu qadamlarni qisqa vaqtda amalga oshirish mumkin?
degan savol. Buning uchun sizga to'liq qadamlar kerak bo'ladi. Mana shu qadamlarni ichidagi har bir vazifa, ro'yxat, nima qilish kerak, qanday bajarish kerak degan savollarga umuman olganda zapus qanaqa ishlashini tushunib olishingiz kerak. Ikkinchisi, tayyor shablonlar. Ya'ni har bir qadam uchun boya aytib o'tgan qadamlarim, bundan tashqari zapusning ichida juda ham ko'p qilishimiz kerak bo'lgan vazifalar bor. Boya aytganimdek, ularni har biri uchun tayyor shablonlar va qo'llanmalar kerak. Va uchinchisi, sizga ustoz va nazorat kerak. Ya'ni o'sha qanaqadir muammoga uchraganingizda, nimadir tushunmayotgan paytingizda yoki qanaqadir xato qilishingizni oldini olish maqsadida sizga ustoz va nazorat kerak. Va ustoz va nazorat bo'lsa, sizda tezroq natijaga erishasiz. Bularning hammasi meni yangi zapus sirlari mentorlik 4.0 offline mentorligimda bor. Bu mentorlikda 2026-yilda $100,000 dan ortiq zapus qilish uchun to'liq qadamlarni men o'rgataman. O'zi bu mentorlikni men o'sha oxirgi 2-3 yildan beri o'tib kelaman. Bu 4-potokga oldindan ro'yxatdan o'tish ochaman. Hali hech kim bilmaydi. Oldin 3-potokda o'qigan o'quvchilar natijasini men video oxirida ulashib ketaman. Asosiy mohiyat nimada? Bu meni asosiy ishim emas, asosiy fokusim Supermeda bo'ladi. Bo'sh vaqtlarimda aynan yiliga 1 marta, atigi 1 marta yoki maksimum 2 marta bo'ladi. Mana misol uchun oxirgisini yanvar oyida bo'lgan. Hozir oktyabr oyi bo'lsa 10 oy oldin bo'lgan. Demak, oradan 1 yildan keyin bo'lyapti. 1 yilda 1 marta qilaman va bunda shu 100,000 plus zapuslar qilish uchun hamma narsani beraman. O'zimning bilimim, tajribam, jamoamizdagi bilim, tajribalar, qanaqa raqamlar bo'lgan, nima tayyor qo'llanma shablonlar hammasini ulashaman. Qisqa qilib aytganda hozir tushuntirib beraman. 3 oy davom etadi bu mentorlik. 1,5 oy asosiy darslar bo'ladi, 1,5 oy amaliyot va razborlar. Ya'ni birinchi 1,5 oy asosiy bilimlarni o'rganib olamiz. Nima bor, qanaqa bor, qachon qilinadi, qanaqa qilish kerak hammasini o'rganamiz. Keyingi 1,5 oyda mana shuni qilish jarayonida amaliyot deymiz, ya'ni o'sha zapus qilish jarayoni, zapus boshlaysizlar, qilasizlar va o'sha jarayonda men sizlar bilan aloqada bo'laman, gruppada gaplashamiz, razborlar qilamiz, ya'ni o'sha zapusga o'tayotgan paytda kelasiz, muammongizni aytasiz, gruppovoy va men o'zim asosida razborlar o'tkazamiz. Ya'ni 3 oy bo'lsa 1,5 oy dars, 1,5 oy razbor. Faqat 30 ta o'quvchi qabul qilaman, ya'ni kichkina guruh bo'ladi. 30 ta o'quvchidan iborat va mana shu 30 ta guruh bilan ishlaymiz. Keyingisi 12 ta offline dars, jami 12 ta offline darsimiz bo'ladi. Undan tashqari 6 ta mastermind va praktika razborlarimiz bo'ladi. Barcha qo'llanma va tayyor shablonlar beraman. Hamma o'zim ishlatadigan tayyor qo'llanma shablonlarni beraman. O'sha analiz qilish bo'yicha, program bo'yicha, kontent bo'yicha, raspakovka, sotuv bo'limini qurish, vebinarni o'tkazish, cheklistlari hammasini sizlar bilan bo'lishaman. Bundan tashqari 5 tadan 10 tagacha top mehmon spikerlarning darslari, ya'ni o'zini ishini mutaxassislari, ya'ni men nima qilaman, o'zini ishini rostdan ham zo'r qiladigan. Misol uchun ularni ko'pchilik tanimasligi mumkin, mediada mashhur bo'lmasligi mumkin, lekin orqa tomondan shu sotuv bo'limini zo'r qiladigan, loyihalarni zo'r boshqaradigan, metodologiyani, kurslarni zo'r qilib natija beradigan, qilib tuzadigan maxsus ekspertlar va shaxsan o'zimni produktlarimga ishongan odamlarni sizlarga dars o'tishga chaqiraman va ularning o'zini bilimlari, tajribalari bilan bo'lishadi. Va kuratorlar nazorat, ya'ni kuratorlar bo'ladi. Shu sizni zapuskingizda bo'layotgan qanaqadir savollarga mendan tashqari sizga yordam berishga harakat qiladi va barcha savollarga javoblarni olasiz shaxsan o'zimdan. Qisqa qilib tushuntirib ketaman. 12 ta darsda nimalar o'tamiz? Birinchisi razbor bo'ladi. Birinchi darsimizdan keyin natijangiz maqsad qo'yib uni dekompozitsiya qilasiz. Tanishamiz birinchi darsda har bitta o'quvchi bilan A nuqtani belgilaymiz. Yillik reja tuzishni o'rgataman. Moliyaviy maqsad dekompozitsiya qilishni o'rgataman. Mentorlikda o'qish qadam va bosqichlarini o'rgataman va fikrlash haqida gaplashamiz. Juda ko'p narsa fikrlashga bog'liq. Agar ming zo'r bilimlarga ega bo'ling, lekin fikrlashingiz noto'g'ri bo'lsa, natija qilishingiz qiyin bo'ladi. Keyingisi ikkinchi darsimiz ekspert tanlash va xizmatini sotish. Natija to'g'ri ekspert yoki prodyuser tanlashni, ularga xizmatingizni sotishni va qonuniy shartnoma bilan ishlashni o'rganasiz. O'sha darsda ichida ekspert qanday tanlash kerak, vazifalar nima, ekspertni, prodyuserni, qancha foizga ishlash kerak, xizmatingizni qanaqa qilib upakovka qilasiz, qanaqa qilib misol uchun ish jarayoni, zapus jarayoni A dan Z gacha qadama-qadam tushuntirib beraman. Xizmatingizni qanaqa sotishingiz kerak ularga, shartnoma, ofertalar bilan qanaqa ishlash kerak, ertaga misol uchun qanaqadir muammolar bo'lib qolsa, shu muammolarni olish maqsadida. Demak, keyingisi 3-darsimiz analiz. Jobs2B'dan analiz usulini o'rgataman sizlarga. Natijasi qanaqa bo'ladi? Bozor va raqobatchilarni analiz qilish hamda mijozlar fikrini o'qish orqali ularga nima kerakligini va muammolarini 100% ga aniq bilib olasiz. Bozorda raqobatchilarni va mijozlarni o'rganish bo'yicha eng zo'r usulni va shaxsan o'zim ishlatadigan usulni sizlarga o'rgataman. Shu darsdan keyin politsiyada bozorni va mijozlarni analiz qilishni boshlaysiz. Qanaqa qilib bozor va raqobatchini o'rganish, maqsadli auditoriyani o'rganish, Jobs2B'dan chuqur intervyularni qanaqa o'tkazish kerak, so'rovnomalarni qanaqa o'tkazish, umumiy olganda analiz bo'yicha hamma narsani sizlarga tushuntiraman. 4-darsimiz mahsulot yaratamiz, ya'ni o'zimizni produktimizni yaratishni o'rganamiz. Natijasi mahsulotingizni yaratasiz va kuchaytirasiz. Agar misol uchun mahsulotingiz yo'q bo'lsa yaratasiz, agar bor bo'lsa uni to'g'ri qilib kuchaytirasiz. To'g'ri narx belgilab o'zingiz uchun moliyaviy maqsad qo'yasiz. Va bundan tashqari metodologiyasi, ya'ni kursingizni metodologiyasini ham to'g'rilaysiz. Bu bo'yicha men sizlarga hozir oxirida aytaman, alohida mutaxassis chaqiramiz. Demak, o'sha 4-darsimizda odamlar sotib oladigan mahsulot yaratish,
metodologiyasi uni upakovka qilish, lineykasini tuzish, mahsulot lineykasi, ya'ni arzon mahsulot, arzondan qimmatgacha, ya'ni bepuldan qimmatgacha bo'lgan mahsulot tuzishni o'rganamiz. Keyingisi wow effektlar yaratish, ya'ni o'quvchilarda yaxshi taassurot qoldirish uchun to'g'ri tarif va narx qo'yish kriteriялari haqida gaplashamiz. 5-dars sotuv voronkalari. Sotuv voronkalardan natija istalgan mahsulotni sotish uchun to'g'ri voronka qura olasiz. Ya'ni bilasizlar, deylik, har xil mahsulotlar bor, arzon bor, bepul bor, qimmatroq bor, o'rtacha bor va har bir mahsulotning o'zining maxsus voronkasi bor. Ya'ni bitta voronka bilan hamma narsani sota olmaysiz. Shuning uchun ham har bitta sotuv voronkasini biz sizlar bilan razbor qilib chiqamiz. Sotuv voronkasi o'zi nima? Prezavsiv voronkasi, 2 qadamli voronka, o'zini o'zi qoplaydigan, ya'ni plyus yo'q bo'lsa qanaqa boshlashingiz mumkin? Webinar voronkasi qanaqa? Obuna voronkasi, qimmat voronka tuzishdagi asosiy xatolar, bundan tashqari qanaqa qilib, misol uchun 50 minggacha lidlarni bepulga olishingiz mumkin. O'zimning tajribamdagi hammasini sizlar bilan ulashaman, ya'ni voronka bo'yicha. Keyingisi copywriting. Mani o'zi eng ko'p vaqt o'tkazgan, ustida ishlagan narsam bu copy hisoblanadi, ya'ni sotuv xatlarini yozish. Natijasi istalgan turdagi voronka uchun sotuv xatlar yozishni o'rganasiz va bundan tashqari kuchli sarlavhalar yozishni o'rganasiz. Diqqatni tortadigan sarlavhalar yozish, 2 qadamli voronka uchun copy yozish, o'zini o'zi qoplaydigan voronka uchun copy yozish, ya'ni copy degani sotuv xatini yozish. Qimmat mahsulot voronkalari uchun sotuv xatlarini yozish. Umuman olganda, deylik, voronka tuzdingiz, endi ko'pchilik qiynaladigan jihati shu voronkani to'g'ri sotuv xatlari bilan to'ldirish. Mana shuni men sizlarga o'rgataman. 7-darsimiz trafik. Natijasi nima bo'ladi? Qanday qilib yangi trafikni jalb qilish va ularni mijozga aylantirishni o'rganasiz. Arzon narxda lidlar olishni o'rganasiz. Meni eng kuchli tarafimdan bittasi bu aynan trafik. Ya'ni qisqa vaqt ichida katta trafik qilish bo'yicha aynan bizda Supermedia eng rekord raqamlar O'zbekistonda 5 marta 100 mingtadan oshiq webinarimizga trafik to'play olganmiz va bu qisqa vaqt ichida 10 kun 2 hafta ichida. Mana shu jarayonda qanaqa instrumentlardan foydalanganman, nimalarga ko'proq e'tibor berganman, bular bilan ham sizlar bilan bo'lishaman. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, trafik bilan ishlash oldin qoidalari nima, sovuq mijoz, iliq mijoz, issiq mijoz bilan qanaqa ishlash kerak, reklama skriptlari qanaqa yoziladi, reklama kreativlarini tayyorlash, reklama raqamlari bilan ishlash va referallarni tashkil, bularning hammasi trafikka kiradi va bularni chuqurroq darsning o'zida 4 soat davomida razbor qilamiz. 8-darsimiz shaxsiy brend va content marketing. O'sha barcha ijtimoiy tarmoqlarni birlashtiradigan kontent strategiyasi orqali sifatli auditoriya yig'ishni o'rganasiz va yetakchi mutaxassis sifatida sohada tanilishni yoki o'zingizni yoki ekspertizni tanitishni o'rganasiz. Misol uchun bizda mana boya aytdim, o'tdim, oxirgi zapuskimiz o'zi YouTube'ga 60 mingdan ortiq yangi obunachi qo'shildi. Har oy YouTube'imizda 1 millionta prosmotr, ya'ni kuzatuv, ko'rishlar soni bo'ladi. Instagramda ham juda katta ko'rishlar soni bo'ladi. Nisbatan ko'proq kontent chiqaramiz. Telegram kanali. Umuman olganda biz qanaqa Davron Turdiyev shaxsiy brendini rivojlantirishda nimalarga fokus qaratishim, kontent marketing qanaqa yuritishimizni sizlarga ochib ko'rsataman. Pozitsiyalash nima, raspakovka, kontent plan tuzish, reelslar orqali doimiy o'sish, YouTube orqali doimiy progress qilish, doimiy kontent yaratish tizimini ishlab chiqish. Bularni hammasini mana shu darsda ko'rib chiqamiz. Keyingisi progress darsi. Natijasi zapusk uchun to'liq progress tuzishni, har bittasi Instagram uchun alohida, Telegram uchun alohida, triggerlardan to'g'ri foydalanish, ta'sirli storytelling, hikoyalar aytishni o'rganasiz va bu orqali sotib olishga tayyor bo'lgan mijozlarga ega bo'lasiz. Darsning o'zida aytganimdek, Instagram uchun, Telegram uchun alohida progress qilish, progress uchun tayyor ideyalar, 5 ta o'sha 100 ming dollar zapuskdagi progresslarni razborni qilib beraman. Ularning orqasida nima mohiyati yotibdi, nima trigger yotibdi, nima uchun bu narsa yozilgan, shuni tushuntirib beraman. 27 ta sotib olishga majbur qiladigan triggerlarning ro'yxatini beraman sizlarga. Infopovdlar yaratishni o'rganamiz, hikoyalarni to'g'ri aytish, storytellinglarni to'g'ri aytishni o'rganamiz. Keyingi darsimiz webinarda sotish, 10-darsimiz. Natijasi yuqori konversiyali webinarlarni o'tkaza olasiz va sotib olishga tayyor issiq lidlarni olishni boshlaysiz. O'ylashimcha, aynan webinarlar o'tkazish bo'yicha ham va eng katta, mana misol uchun hozirgi kunda rekord webinardagi ko'rishlar soni aynan bizda 30 mingtadan oshiq bitta odam bir vaqtda o'zida odamlar bizning webinarimizda o'tirgan. Aynan mana shu narsaga qanaqa qilib qilganimiz, qanchalik trafik olib kelganimiz, qanaqa qilib misol uchun nimalarga fokus qaratganimiz, bularni hammasini sizlarga ochib ko'rsatib beraman. Sotuv webinarni tuzish qanaqa bo'lishi kerak, webinarni qanaqa oxirigacha odamlar ushlab qolamiz, prezentatsiyani qanaqa tayyorlanadi, sotuv oynalari va ularning vazifasi, kontentdan to'g'ri sotuvga o'tish. Misol uchun webinarni o'zida telefonda mijozning e'tirozlarini yechamiz, shuni qanaqa qilib webinar paytida yechish mumkin, konversiyani qanaqa ko'taramiz, usullari qanaqa va webinarni to'g'ri tashkiliy masalalari ham juda muhim. Qachon nima ish qilish kerak, qaysi xodim kerak bo'ladi bizga, necha pul sarflash kerak, bularni hammasini aynan mana shu darsda ko'rib chiqamiz. 11-dars sotuv bo'limi.
Natijasi nima? Agar siz outsource qilmoqchi bo'lsangiz, outsource sotuvi bilan ishlashni o'rganasiz. Yo o'zim sotuv bo'limini qurmoqchiman, men masshtablashmoqchiman desangiz, o'sha noldan sotuv bo'limini qanaqa qilib qurishni, ularni ishlash tizimini ko'rsatamiz sizlarga. Men o'zimizda, misol uchun, sotuv bo'limimizda 20 dan oshiq odam ishlaydi va mana shu sotuv bo'limini kelib ekskursiya qilamiz. Kimlar ishlayapti, nechta sotuvchi ishlayapti, qanaqa ular KPI, qanaqa sharoit qilib berganmiz ularga, qanaqa dashbordlar bilan ishlaymiz, qanaqa raqamlarni analiz qilamiz. Bular hammasini sizlarga ochib ko'rsataman, o'zimizni ichki o'sha jarayonlarimizni. Nimalarni o'rganasiz darsda? Qachon sotuv bo'limini qurish kerak, qayerdan sotuvchilar topish mumkin, qanaqa ularni saralab olamiz, qanaqa trening qilamiz, CRMlar bilan qanaqa ishlaymiz va ularni qanaqa qilib motivatsiya qilamiz va KPI qo'yamiz. 12-darsimiz jamoa. To'g'ri jamoa tuzish va tizimli kengayishni o'rganasiz. Natijasi, ya'ni shu darsdan keyin to'g'ri jamoa qurishni va tizimli kengayishni o'rganasiz. Zaps uchun jamoa tuzish, xodim olish uchun test, ya'ni men o'zimiz ishlatadigan testlarni sizlarga beraman. Siz shu yangi xodim olishni ishlatishingiz mumkin. Jamoani to'g'ri boshqarish, qaysi vazifalarni delegировать bo'lib berish kerak, qaysi vazifalarni kimga topshirish kerak. Bular haqida ham gaplashamiz. Bundan tashqari Zapsni nazorat qilish, ya'ni boya aytganimdek, dars davomida ko'rdik, jarayonlarni boshqarish juda ham muhim. Ya'ni jamoani boshqarishdan oldin siz jarayonni boshqarishni o'rganishingiz kerak. Mana shu haqida ham mana shu darsda to'liq chuqurlashib ko'rib chiqamiz. Endi umumiy qilib oladigan bo'lsak, mentorlikdan qanaqa natijalarni olasiz? Ekspert topish bilan ishlashni o'rganasiz. Zaps uchun jamoa tuzishni o'rganasiz. Content marketing to'g'ri yo'lga qo'yishni o'rganasiz. Katta trafik jalb qilishni o'rganasiz. Pullik va bepul yo'llarini, kuchli sotuv xati va prognozlarni yozishni o'rganasiz. Sotuvchi vebinarlarni o'tkazishni, mana misol uchun bizda shu eng katta rekord ham 25% konversiya bilan vebinarimizga kiradi odamlar. Mana shularni qanaqa qilishimiz? Program va vebinarlarni o'rganasiz va sotuv bo'limini qurish va ular bilan ishlashni o'rganasiz. Umumiy natija. Endi rekord zapslar qilishimga yordam bergan barcha bilim va instrumentlarni sizlarga mana shu mentorlik davomida o'rgataman. Bundan tashqari endi, demak, asosiy darslardan tashqari nimalarni qo'lga kiritasiz? 6 ta offline guruh razborlarda qatnashish, ya'ni shaxsan o'zim bilan, o'quvchilar bilan razbor o'tkazamiz. O'sha amaliyot paytida siz zapsiz boshlaysiz, qanaqadir muammo bilan kelasiz yoki bo'lmasa o'zingizda bor savollar bilan kelasiz, chiqasiz, birma-bir hammani doskada razbor qilaman. Keyingisi, jamoamdagi top mutaxassislar bilan aloqa. Ya'ni, misol uchun, hamma narsani ozgina biladigan odamlar emas, bitta o'zini yo'nalishi bo'yicha juda ham kuchli mutaxassislikka, tajribaga ega bo'lgan odamlarni bilan aloqa qilishga yordam beraman. Ya'ni misol uchun men o'zim sizlarga hamma zapsiz qadamlarni o'rgataman. Bundan tashqari sizda deylik media bo'yicha, kontentni yuritish bo'yicha qanaqadir savollar bo'ldi, shaxsan o'zimizni o'sha kontent yuritadigan mutaxassislar bilan bog'lashga. Bundan tashqari sotuv bo'limini da qanaqadir savollaringiz bo'lsa, men o'zim o'rgataman. Undan tashqari o'zimizda sotuv bo'limi rahbari sizlarga dars o'tadi va sizlarga o'sha savollarga javob bera oladi. Umuman jamoani boshqarishda qiynaladi. Shaxsan o'zim, misol uchun, men tepadan yuqoridan qarayman, jamoamiz bilan ishlaydigan alohida proyekt menejer ishlaydi. Alohida proyekt menejer sizning savollaringizga javob beradi. Ya'ni umuman olganda har bitta bilimni o'zining eng kuchli mutaxassislar tajribaligidan olasiz. Uchinchi beradigan narsam bu Zaps ensiklopediyasi deyman men buni, ya'ni tayyor qo'llanma shablonlar ro'yxat. Ya'ni shu paytgacha kerak bo'ladigan, mana oxirgi 5 yildan beri ishlab kelayotgan bo'lsam, mana 5 yil davomida to'plangan har bitta jarayon uchun tayyor qo'llanma shablonlarim ichida raspakovka qilish uchun, analiz qilish uchun, shaxsiy brend yuritish uchun, sotuv bo'limini qurish uchun, mana bularni qanaqa qilib qurganman. Bularni misol uchun men sizlarga o'zimiznikini ko'rsatishim mumkin, lekin buni o'zingiz uchun tuzishingiz kerak bo'ladi. Buni qanaqa qilib tuziladi, nimalarga e'tibor berish kerak? Men shulargacha men sizlarga o'rgataman. Buni o'zini bermayman, no, buni qanaqa qilib tuzish kerakligini buni o'zini ko'rsataman, sizlarga qo'linglarga beraman, ko'rib chiqasizlar va uni qanaqa qilib tuzishni ham men sizlarga o'rgataman. Ya'ni umuman olganda har bitta qadam uchun sizda tayyor shablon va qo'llanmalar bo'ladi. Bundan tashqari mehmon spikerlarni boya aytganimdek, har bittasini o'zining yo'nalishi bo'yicha eng zo'rlarini, eng mutaxassislarini men sizlarga chaqiraman sizlar uchun. Bu yerda misol Davron Turdiyev, o'zimiz birga ishlaymiz. Meni ustozim, akam birgalikda o'sha hozirgacha juda katta zapislar qilib kelyapmiz. Ular har tomonlama, misol uchun, men asosiy ko'radigan narsa ularni qanaqa qilib fikrlash kerak, qiyin vaziyatlardan qanaqa chiqib ketish kerak deb. Misol ko'pchilik endi boshlaganda qiyinchiliklarga chidolmaydi. Stress paydo bo'ladi. Mana shu holatlardan qanaqa chiqib ketish kerak? Ekspert sifatida o'zi qanaqa qilib, misol uchun, blogni yuritish kerak, ijtimoiy tarmoqlar yuritish kerak. Bundan tashqari o'sha webinar o'tish jarayonida nimalarga e'tibor berish kerak? Bular haqida Davron aka sizlarga dars o'tib beradi. Bundan tashqari Shahzod Tog'aymurodov o'sha metodologiya kursi yaratish jarayonida qanaqa qilib o'quvchilarni natijagacha olib borish mumkin, qanaqa qilib ularga gamifikatsiya tuzish mumkin, qanaqa qilib ularni qiziqtirish mumkin. Bu haqida Javohir Abdufattohov, Javohir aka sizlarga o'sha qanaqa qilib misol jarayonlarni boshqarish mumkin, qanaqa qilib jamoani boshqarish mumkin, qanaqa qilib misol deadlinelarni o'z vaqtida ishlash mumkin. Bular haqida sizlarga dars o'tib beradilar. Bundan tashqari Fayoz Mardonov, sotuv bo'limi rahbari bizda. Sotuvchilar bilan qanaqa qilib yig'ish mumkin, ularni qanaqa trening o'tiladi, hammasi. Humoyun
Sobirov o'sha kodda zapusklar qilish uchun o'zlarini bilimlari, o'zlarining tajribalari bilan bo'lishadilar. Bundan tashqari Umidjon Ahtamov, bular bizda media bo'limi rahbari. Qanaqa qilib biz mediamizni yuritadilar? Qanaqa qilib misol uchun jamoani media jamoasini boshqarish kerak? Shaxsiy brend yuritishda nimalarga e'tibor qaratish kerak? Bu bo'yicha alohida dars o'tib beradilar. Bundan tashqari Odilbek Yo'ldosh, bizda o'sha marketing bo'limi rahbari, bu yerda o'sha varonkalarimiz qanaqa tuzilganligi hammasini, ya'ni bularni hammasini men o'zim sizlarga o'rgataman darslarimizda. Bundan tashqari qo'shimcha mehmon spikerlardan ham sizlarga dars bo'ladi. Bundan tashqari 5-inchisi shaxsan o'zim bilan birga bir razborlar. Ya'ni sizda razbor olish imkoniyati bo'ladi. Uni qancha razbor olish mumkin, qanaqa ular tartiblari bilan mentorlik yozilishdan oldin 100 har bitta odam bilan suhbat qilaman. O'sha suhbat jarayonida sizga tushuntiraman. Ya'ni men shaxsan o'zim bilan birga bir Zoom yoki bo'lmasa offline razborlar olsangiz bo'ladi. Bundan tashqari hali hech qayerda aytmagan sirli sovg'alarim bor. Ularni ham sizlar bilan jonli ko'rishganda shu mentorlikka yozilishdan oldin bo'ladigan suhbatda men sizlarga to'liq tushuntiraman. Mentorlikni 1 yilda bir marta o'tkazaman. Mana oxirgisi 1 yil oldin bo'lgan. Kamida 6 oydan 1 yil oralig'ida bo'ladi. Keyingisi hozir qabul ochilgani yo'q. Qabul ochilganda men sizga xabar berishim uchun siz hozir oldindan ro'yxatdan o'tsangiz bo'ladi. Ya'ni hozirgi darsni yozayotgan paytimda mentorlik sotuvlari ochilmagan. Pastda mana shu videoning oxirida havola bo'ladi. Izohlarga ham, kommentariyaga ham zakribit qilib qo'yamiz. Описаниyaga ham zakribit qilib qo'yamiz. O'sha havolaga bosib, ro'yxatdan formani to'ldirishingiz mumkin. Har bitta formani to'ldirgan odam bilan agar to'g'ri keladigan bo'lsa, shaxsan o'zim bog'lanaman. Birga bir Zoom uchrashuv qilamiz yoki offline ko'rishamiz va agar to'g'ri keladigan bo'lsa, buni ochiqchasiga aytamiz, to'g'ri kelasiz yoki to'g'ri kelmaysiz, buni ochiqchasiga aytaman. Juda ko'pchilik o'tgan safar misol 50% dan ko'proq odamlarni qabul qilmaganman. Nimaga? Chunki har xil sabablar, misol uchun hali agar 0 dan boshlayotgan bo'lsa, men programmamga to'g'ri kelmasligi mumkin. Shuning uchun suhbat asosida olaman deganim sababi shu. Hamma ham meni mentorligimga to'g'ri kelmaydi. Har bittasi bilan suhbat qilib va ana undan keyin mentorlikka yozilish mumkin bo'ladi. Hozir bo'lsa siz oldindan ro'yxatdan o'tish orqali siz nimalarni qo'lga kiritasiz. Oldindan ro'yxatdan o'tasiz, mana pastda havola turibdi, kirib formani to'ldirib, yopiq kanalga qo'shiladi, Telegram kanalga. Telegram kanalga qo'shilganingizdan keyin siz birinchidan eng zo'r narxlarda olasiz. Ya'ni predzapisdan ro'yxatdan o'tganlar uchun men odatda asosiy sotuv ochilganda ro'yxatdan o'tganlarga qaraganda arzonroq narxda ro'yxatdan o'tish imkoniyatini beraman. Bu faqatgina prezapis ro'yxatdan o'tganlar uchun. Ya'ni oldindan hozir ro'yxatdan o'tganlar uchun. Ikkinchisi, siz joyiz band qilasiz. Ya'ni men birinchilardan bo'lib sizga aloqaga chiqaman va siz bilan suhbat qilaman. Siz birinchilardan bo'lib yozilishingiz mumkin va keyingisi bu bonuslar. Hozir bu yoqda ayta olmayman. Birga bir suhbat jarayonida sizlarga aytaman. Eng zo'r bonuslar aynan prezapis oldindan ro'yxatdan o'tganlar uchun bo'ladi. Shuning uchun mana hozir pastda havola, kommentariyada ham, opisiyadan turibdi. Bosib ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Va video boshida aytgandim sizlarga, videoni oxirigacha ko'rganlar uchun sovg'a $350 ming zapusk razbor video zapisini beraman deganim. Ya'ni oldingi zapuskimiz razbori. U ham mana shu hozir pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'tib yopiq kanalga qo'shilsangiz, o'sha kanalga joylab qo'yganmiz, bemalol razborni ko'rsangiz bo'ladi. Bu o'sha oldingi zapusklarimizdan birini razbori offline tarzda qilib berganman, 200 odam kelgan va ular 500 ming so'mdan pul to'lab qatnashgan. Siz buni mutlaqo bepul olsangiz bo'ladi. Va hozir ham bizda zapuskimiz yangi zapuskimiz ketyapti. Uni ham tugash jarayonida, bu zapuskimiz tugagandan keyin ham keyingi videolarimizda uni ham sizlarga razbor qilib ochib ko'rsatishga harakat qilaman. Hoziroq kursga, mentorlikka oldindan ro'yxatdan o'ting va siz bilan birinchilardan bo'lib bog'lanaman. O'ylaymanki video foydali bo'ldi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha. Ikkinchi mentorligimizda o'qiganmiz biz komanda bilan. Mentorlikka qatnashishdan maqsad, chunki bozorda eng katta natijali kim qilayotgani bitta analiz qilinadi va undan o'rganish xohlanadi. Rossiya bozorida ham o'qiganman, lekin baribir u Rossiya bozori bizga har doim ham to'g'ri kelmaydi. Bizning bozorda nima ishlayotganini ko'rib, shunga qarab professionalni topib o'qishga qaror qilganmiz. Siz bilan o'qiyotgan paytimda birinchi oyda biz 93 ming atrofida zapusk qildik. Shu yerda oldingimizdan o'sish bo'ldi, lekin birdaniga katta rezultat kutmadim-da men. Chunki men hali bitta ikkita darsga kelaman, внедрить qilaman, u bor-da. Ya'ni birinchi zapuskdan siz sehrli tayoqchani berib zapusk qildirib yubormaysiz. Uni shunda ham yaxshi bo'ldi. Anvar o'rgatgan texnikalarni borib komandamga qo'llashni boshladim. Qanaqadir ma'noda уже tizim kuchayishga boshladi. Men ulardan ko'proq narsa so'rashga boshladim. Hop 93 minglik, keyin 120 minglik, keyin 176 minglik. Bu har 3 oy pромежуток orasida aytmayman-da bu narsani. Bizga yaxshi bo'lgan tarafi, bu bilimlar bor, tikyapmiz, pul investitsiya qilyapmiz va bu aylanma bo'lyapti va men xodimlarimni ko'paytirishga boshladim. Va eng zo'r tarafi, men xodimlarimni doimiy ish bilan ta'minlashga boshladim. Ular ham xotirjam men bilan ishlashga boshlashdi. Hop, shu ketishda biz ketma-ket har 2 oyda zapusk qilishga o'tib oldik va eng katta qilganimiz 265 bo'ldi. Agar orqasidan xuddi shu auditoriyaga Tripwire sotganimizdan hisobga olgan holatda, xuddi shu auditoriyaga orqasidan 3 marta zapusk qildim. Endi o'sha sonlar o'zgaradi. Har bittasini alohida metrikasini chiqazganman. Umumiy holatda 300 dan
oshiqgacha chiqqanmiz. Men mentorlik ikkinchi potokda qatnashganman. Qatnashishimni asosiy maqsadi menda raqamlar bilan ishlash bo'lgan. Ya'ni men sizda mentorligingizni o'qishdan oldin komandada marketing bo'lim rahbari yoki marketingda qanaqadir основной задачада emas, asosan ssenaristlik vazifasida o'qiganman. Men kreativniy odam bo'lganman, lekin raqamlar bilan ishlashni bilmaganman. Va bu bizda ko'p holatda menda juda tushunarsiz savollarni tug'dirgan. Nimaga biza ko'p odam olib kelsak ham kam odam efirga kiradi yoki pul ko'p tikilsa ham nega kam odam kelyapti? Raqamni bilmaganim uchun mana shunaqa savollarim ko'p bo'lgan. Sizda aynan o'sha trafik bo'yicha, raqamlar bo'yicha zo'r konkretni shablonlar bo'lganligi uchun shunga qiziqib ko'rganman. Достаточно yetarli ma'lumot olib chiqib ketganman. Mana mentorlikda o'qidingiz, qanaqa foydalar oldingiz, nimalar o'zgardi, nimalarni misol uchun qanaqa instrumentlar o'rgandingiz, nimalarni amalda qo'lladingiz? Bir chekin aytavering. Ko'p narsa o'rgandim. Birinchisi o'sha ish jarayonida menda eng ko'p yangiliklarni shuni aytib ketaman. Nimalar bo'ldi menda? Birinchisi Castef bo'ldi. Biz oldin Castefni qilarmidik? Ha, mohiyatini tushunarmidim? Yo'q. Yoki Castef qilarmidik ha, lekin aynan o'sha 3 ta bosqichi bo'lsa, o'shanda hammasida qilarmidik, aniq raqamlar chiqarmidi bizda yo'q. Aynan mana shu Castefni qilgandan keyin, misol uchun ssenariyda yoki targib kopi yozganda ham bizda hammasida o'sish bo'ldi, chunki biz aniq og'riqlarni aniq raqamlarda hech qanaqa gipotezasiz, aniq faktlar bilan ola oldik. Va bu bizda trafikda ham, ssenariyda ham, vebinarda rit olishda ham, даже misol call center skriptga ham o'sha Castef ishlatganmiz, hamma joyda prям cho'tka ishlab berdi. Ya'ni men o'shanda tushundim, что без Castef bu xuddi tumanning ichida otmoqchi bo'lsangiz ko'rmasdan turib otganga o'xshaydi. Castef bu полный запускni fundamenti desa ham bo'ladi qaysidir ma'noda. Bizda asosiy yutug'imiz o'sha birinchi navbatda kanalga odam yig'ish bo'yicha bo'lsa, chunki hozir 100 minglik trafikni yig'ayotganlar bor, lekin ko'p emas. Sanoqli odam kanalga, ya'ni bo'lib ham ketma-ket yig'olmaydi. Bir marta o'xshab qolishi mumkin, lekin повтор qilisha olmaydi. Повтор qilyapti, nimadir ishlashini biladi, formulasini. O'sha hozir bizda ham qaysidir ma'noda o'shani bilganimiz uchun ketma-ket 100 mingdan oshiq zapisk, 100 mingdan oshiq bo'lgan trafik yig'amiz. Vebinarga kirish konversiyasi bo'yicha ham bizda endi har doim demayman, eng to'pi 25% konversiyagacha bo'lgan. 27.800, 28 mingga yaqin odam efirda bir vaqtda o'tirgan. Bu umumiy kirganlar soni emas, bitta vaqtda o'zi o'tirgandi. Bu menimcha bizda eng katta rekordlarimizdan biri bo'lgan. Menda xarakterim shunaqa, biron narsani savolni so'rasam, aniq javob olmasam yoki noaniqlik bo'lsa, asabiylashib ketaman. Ya'ni aniq javob olmagunimgacha noaniqlik asab buzadi. Bizda o'sha mentorlikda o'qiganimizdek hamma narsa aniq konkretni bo'lgandan keyin menga уже установка bo'lib qolgan, что nimadir ish qilmoqchi bo'lsa, обязательно bitta mentor olish kerak, kimdir senga o'rgatish kerak. И также men anaqa hozir Kottenskiga ham boraman-da. U yoqda ham spetsialniy bitta trenerda o'zimga individualniy olganman. Qarovman, u menga mentorlik qilyapti, u ham qaysidir ma'noda o'rgatyapti, hamma texnikalarni o'rgatyapti. Xuddi shunaqa menga o'xshaydigan, misol uchun 3 oydan beri kelayotgan o'quvchilar bor, который без тренера shug'ullanadi, o'ynashadi, bunday qaraysizda, u уже katta tennis emas, badminton o'ynayapti deb tashqaridan yomon ajoyib ko'rinadi u narsa. Даже oddiy misol uchun hobbi sifatida qaraydigan sportingizda ham trener kerak ekan. Xo'p, 3-mentorligingizni o'qiganman. Aynan dekabrdan boshlangan. Ayni paytda, o'sha paytda biz muxtasar English expert, ingliz tili bo'yicha birga ishlardik va bizda yetib kelganida, oldingi stil, misol uchun faqat Telegram reklamadan, blogerlardan yig'ib sotib, iliq auditoriyaga sotish. So'q auditoriya bilan unaqa ishlab ko'rmaganmiz va o'sha paytga kelib turib, trafik olib kiryapmiz, umuman kirmayapti. Aynan o'sha dekabr paytida qaryapmiz, umuman trafik kirmayapti. Yechim qidiryapman, yechim yo'q. O'sha paytda sizni o'sha $350 ming zapisk ko'rganman, master klassga borganman. Undan keyin analiz qilib, o'sha paytda master klassga уже yozilganman, keyin suhbat bilan kursga qo'shilib ketganmiz. Menga eng kattasi o'sha so'q auditoriya bilan umuman ishlash bo'lmagan va umuman fevralda biz sizda o'qigandan keyin, boshlagandan keyin yangi fin model bilan boshlaganmiz. Yangi narsa, CRM, sotuv, даже sotuvchilar ham bo'lmagan, faqat adminlar bo'lgan. Bunday dehqonchasiga sotib kelganmiz faqat. Bu yoqqa o'tib, уже hamma sistema, qanaqa qilish kerak, fin model ko'p narsani tushunib, уже yangicha modelga o'tib ishlashni boshlaganmiz. Men bundan oldin ham o'qiganman, aynan zapisk bo'yicha, faqat unda iliq auditoriya bilan ishlash bo'lgan emas, so'q auditoriya bo'yicha absolut nol. Hech narsa, trafik yig'ish, yig'ilgan, lekin aynan prям so'q auditoriyaga bo'lmagan. Men общий har bitta bo'lmama, zapiskdagi har bitta qadamlar bo'yicha yangilik, sxema, har bittasini ketma-ketlik qilish, hammasini yangi o'rganganman. Aynan sizda undan tashqari ham men o'zim qo'rquvlarim bo'lgan. Katta qo'rquvimni yengganman. Keyin qanaqa o'sish, o'sha
mentorlikdan keyin отдельно amerikancha o'sish bilan yaponcha o'sish tushuntirib berganingizdan keyin bittadan ham ochilgan. O'zim man qaysi yo'lga qarab ketyapman. Xo'p, mayli, zapusk, ekspert hammasi bu yerda tursin. Avvalo o'zim qanaqa taraflarga ketyapman, nimaga qarab ketyapman, o'sha narsani men o'sha paytgacha tushunmaganman. Keyin demak, uzoqni ko'zlab kattaroq ishlar uchun harakat qilish, konkretno komfort zonadan chiqib turib ishlash kerakligi, ham mindset taraflama, ham strategiya taraflama, ham umuman instrumentlar taraflama o'sganman. Instrumentlarga aynan o'sganligim uchun ham natijalar ketma-ket bo'lyapti. Zo'r. Qanaqa natijalar bo'ldi? Xo'p, sonlarda gapiradigan bo'lsak, fevralda zapus qilganmiz. $45,000 zapus bo'lgan. $2,500 targetga tikkanmiz. $45,000 chiqarib olganmiz. $2,500 sarflab $45,000 ha bo'lgan. Sotuv bo'limini eng qizig'i qanaqa bo'lgan? Birinchi marta ishlatganman va o'sha paytda sotuv bo'limini qurish bo'yicha hamma bergan bilimlaringizni qo'llab qilgandan keyin sotuv bo'limining o'zi yangilik bermasdan turib faqat qoldiq nomerlar bo'ladi. O'sha nomerlar bilan gaplashib turib 190 ta sotganda, men hayolim bir uchiga sig'dirmaganman. O'sha paytda sotuvchilar shunchalik sota oladi degan narsani va zo'r anaqa bo'lgan, tajriba bo'lgan. Fevralda $45,000 martda anaqa bo'lgan. Biz uchun bunday olganda sal fail deymiz, lekin aslida fail emas. $22,000 zapus ham kimlar uchundir orzu. Xatolar evaziga, misol uchun o'sha paytda ishlatma degan narsangizni men o'zim sinab ko'raman deganda ishlatganman. Lead magnet bilan xato bo'lganda 22,000 bo'lgan. Uni to'g'irlaganimizdan keyin o'sha aprelda ham o'zim prodyuser taraflama, ham ekspert birgalikda o'sib turib, sizdan konsultatsiya olganmiz, o'tib bilasiz. Shunaqa qilib turib, o'sha birinchi $1 milliardlik zapus bo'lgan aprelda. Zo'r sotganmiz. Xarajat o'sha trafikga o'sha $5,000 ketgan reklamaga, $1 milliardlik chiqarib olganmiz. Undan keyin iyunda qildik. Iyundagisi $67,000 bo'ldi. Xo'p, targetga $3,000 sarfladik. Xo'p, undan keyingisi iyunda bo'lsa, mana oxirgisi sentyabr, oktyabrda qildik. Bundagisi $1 milliarddan oshdi. Bu ham $1 milliarddan oshdi. 100 mingga yetmadi. 100 mingga faqat qildik-ku, lekin yetmadi. Uje undan keyin muxtasar bilan tugadi. Sentyabrda tugashiga AI bo'yicha yana zapusk oldim. Unda uje birinchi zapusk, ya'ni boshqa ekspert bilan hozir 260 ta sotganmiz. Unda olganda 260 tasi $300 dan, $240 hali jarayon tugamagan, hisob kitob tugamagan, ketyapti sotuv. Tak. 240. $62,000 hozir. 300 ta qilish niyatimiz bor. Xudo xohlasa, lekin bu birinchi zapuskda. Ha, birinchi zapusk, birinchi ular o'zlari oldin qilganlar, lekin 40 ta o'quvchi bilan 60 millionlik bo'lgan. Hozir endi keyingisi biz bilan ketyapti. 300 ta qilsak, lekin qiyin. Ya'ni eng qizig'i bu 15 kun ichida trafik olib kirib, 15 kun ichida zapusk bo'lib ketayotgan narsa. Shunaqa.